Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki muhterem aziz qarindoshlar. Bugün yeni ikranda görüşüyotimiz. Allah'ın rahmeti bilen ikramımız bütün dünyadaki qarindoshlarniki özara muzokara, munozara, sohbet elip baradigan ishlarni birlikte beraber hal qildiganga vesile bo'lish uchun qurilgan bir ikram bo'lganligi uchun har vaqt jamiyatning har qaysi sohalaridagi qarindoshlarni, alim ustozlarni, doktor professorlarni, ziyoli ma'rifchilarni, diniy olimlarni va siyosiy rahbarlarni va undan boshqa jamiyatning har qaysi sohalarida xizmat qilayotgan qarindoshlarimizni ikramga olib chiqish orqali hatto Uyg'ur xalqi uchun kichikkina o'zining qo'lidan kelgan imkoniyatni berishni, xizmatni berishni xohlagan har qanday bir shaxsni ikramga olib chiqish orqali xalqimiz bilan o'rtoqlashish, birlikda, barobarlikda bu qiyinchiliklarni yengib chiqish, Xitoy zolimlarga qarshi harakatimizni davomlashtirish uchun biz yana bugun ikramni ochdik. Buningdan keyingi maqsadlarimizdan biri bo'lgan Uyg'ur qarindoshlik studiyasininki sohbet qilibli qolmasdan har qitimliq sohbatda ma'lum masalani hal qilishga qarab yuzlanishni asos qilganligimiz uchun bugungi sohbatda inshaalloh ma'lum masalani hal qilishga, ya'ni amaliy hal qilishga tirishib boqamiz. Allohning rahmati bilan agar buningga qarindoshlar o'rtoq kuch qetib birlikda buni muzokara qilsak, buning chiqish yo'lini topa olsak, balkim kichikkina bo'lsin xalqimizga, muhojirlarga özümüzdeki hissini qo'shgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Bugungi temamiz necha vaqtdan beri yuz berayotgan masalalardan birisi, ya'ni bizning alohida deb o'tib ketayotgan jamiyatimizda tuyuqsiz yuz bergan masalalar, go'njal masalalar, qiziq temalar. Biz hal qilmasak bo'lmaydigan jiddiy masalalar bo'lganligi uchun bugungi temamiz ham o'tgan qitimliq munozara masalasidagi jamiyatda yuz bergan inkaslar meselesi. Bunundan keyin biz yana men temaga yozib qo'ydim. Uyg'ur munozirachiligi mag'lub bo'ldimi deb. Buni azroq tilga olamiz. Uningdan keyin bizningki Uyg'ur tashviqotchiligimiz Xitoyning nihoyatda jiddiy zarbasiga uchrab ketyapti. O'zinglarning ham xabari bor. Mail Facebook, mail WhatsApp'larda jiddiy bir hujum uchrab ketyapmiz. Açsak onundan bir yaxshilik keldigan, onundan bir to'g'riliq, onundan bir ruhi ozuq tasalli keldigan bugungi bu media vositasi bizga bir xafalık, qiyinchilik, bir fitna fasodni ekilyotdi. Buning sabablari albatta bor. Buni yo'qotish uchun, buningdan keyin bu shaklda ketmaslik uchun asosli temamiz tashviqotimizni, Uyg'ur tashviqotchiligini qanday qo'g'dash. Uningdan boshqa yaqinda bütün Uyg'ur jamoatchiligi orasida qo'zg'algan bir masala, ya'ni Erkin Asiya radiosining e'lon qilishi bo'yicha Shuhrat Mutallib apandining Xitoy bilan hamkorlashib ketayotganligi masalasi. Buningda so'kishib o'tib ketamiz. Ya'ni bu masalani qisqacha tilga olish orqali buningdan keyin Uyg'urlarning ichida Xitoylar bilan hamkorlashib yashaydigan insonlarga qarshi bir qizil chiroq yoqishimiz uchun buni tilga olamiz. Ya'ni qolgan odam ketibla Xitoy bilan hamkorlashib ketmaslik uchun buni tilga olish orqali belkim o kishi xato qilgan bo'lsin, to'g'ri qilgan bo'lsin, cho'qim biz qechib qutulolmaydigan bu masalani jamiyatga ochiq yeyish orqali buningga to'g'ri bir usulni tepib chiqishga tirishimiz. Ikranda aslında Dünya Uyghur Qurultayınınki muavin raislaridan Ferhat Yo'rinqash apandim qatnashmoqchi edi. Bugun jiddiy og'rib qolganlik uchun qatnasholmay qoldi. İnşallah ben bir texnika qarab o'tay. İnşallah Allah şifalık bersin qarindishimizga. Uningdan boshqa Uyg'uriston ozodlik tashkilotidan Olimjon Mehmet qarindishimiz qatnashmoqchi, hozir tayyorlanyapti. Men birozdan keyin ikramga ekilishga tirishima. Uningdan boshqa ko'rib turayotganinglardek Hira maktabidan balkim ismini to'liq aytolmay qoldim. Luqman muallim ko'ryapsizlar. Uningdan boshqa Amerikadan bizningki yani endi o'zini jamiyatshunos deymizmi? Men shunaqa deb qarayman. Jamiyatning har qaysi sohalarida izlanayotgan, buning qarta Uyg'ur xalqiga o'zining maslahatini, o'zining yo'l yo'riqini berayotgan bizningki akimiz, qarindishimiz Nuri Musaboyev apandim. Yani tarixdagi bizningki Akuka Musaboyevlarningki ajdodi bo'lgan.
onun urgu bolgan aramızda biz kadirleşke tegişlik şahslarımızdan biri. Bu kişi bilen Uygur teşvikatı ve abay deb ötep ketken meseleler üstüde kızgın münazır kılımız. Sizler bilen birge münazır kılımız, sizler bilen birge muhakim kılımız. Naq meydan telefon qilsanlar boludu. İnkas yazsanlar boldu, ama telefon qilsanlar takım yaxşı boludu. İnşallah bugungi söhbetimiz hayırlı olsun. Men texniklik meselelerge qarab bolguncha qo'limdagi telefon orqali so'zni men Luqman muallimga bersam, Hira maktabi to'g'risida qisqacha to'xtalgandan keyin undan keyin biz temaga kirib ketsak deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Luqman Ve muallim. aleyküm selam ve rahmetullah. Maktab ahvoli to'g'risida qisqacha to'xtalib bersangiz, undan keyin munozaraga o'tib ketsak. Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Ekran aldığındaki barlık yerindaşlar hem olana keşke hayırlı olsun. Hira mektebi to'g'riliq qisqani to'xtalsak, Hira mektebi İstanbul'daki şu Safaköy rayonida 2015-yili 14-dekabr açılgan bir mektep. Bununki dastlabda kurs şekilde nima qilib cho'nglarni, kursantlarni tarbiyalash, til jihatda shu turkcha yaxshi bir o'rgatish degandek shu qadam bo'yicha boshlangan. Keyin boshqa tillar qo'shilib, arab tili, ingliz tili va uning boshqa kompyuter qatorli kasblar qo'shilib, hozir shu qadam bo'yicha taraqqiy qilib kelyapti. Bundan başqa biz 2016-yili aprelda 4-ay mezgilde anondan keyin shu ona tilninki to'liq zarurligini vatandan chiqqan farzandlarimizningki vatandan kelib 1-2 yil bo'la bo'lmasdan turkcha bilan uyg'urchani abjashlashtirib buzib so'zlayotgandek shundaq ahvollardan nihoyatda tahirsiz holda bir ona til darslarining bo'lishi zarurligini bilib yetib, bundan keyin shu ona til darslarini 2016-yil 4-ayda bir qaror boshlagan bo'ldik. Undan keyin normal holatda shu Uyg'ur boshlang'ich maktabga qarab yuzlanib, bayam shu material tuzish, material to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Bu yerda biz vatandan chiqqan materiallarni ishlatishda toza nima moslasholmay bu yerda hammasi otizm ideyasi bo'lgan materiallar bo'lg'achqa, bu yerda materiallarimiz nihoyat kamlab, keyin o'zimiz kitob materiallarini tuzib, hozirgacha bo'lganlikda matematika, til adabiyot va boshqa dars kitoblar tuzilib, hozir asosan xeyli bir sistemlashgan bir ratlik holatda boshlang'ich o'quvchilarning soni 100 ga yaqinlashgan holatda o'quvchilarimiz o'qiyotdi. Ana til, Qur'on darslari, matematika, axloq va shunga o'xshash chetkilik holatdagi darslar davomlashmoqda. Hozirgi ahvolimiz maktabning yerimi cho'nglarga, kursantlarga shu til darslarini, kompyuter darslarini berish bilan birga bolalarga bo'lsa boshlang'ich darslarni ona til sistemasi bo'yicha ilib beriladi. Yana o'tgan qatim biz İstanbul'daki ma'rif masalasida xalqarodagi bunga qiziqadigan ziyolilar, olimlar qanday qo'lga ilib İstanbul yoki Turkiya Uyg'ur ma'rifchiligi masalasini deyishmoqchi edik. Inshaalloh birozdan keyin bu masalada sizdan savol so'rashim mumkin. Luqman muallim, siz biroz keyiniga o'tirib qo'ysangiz taqim yaxshi bo'ldi. Kichikkina, evet. Bundaqda Nuriy ovoz yaxshi, alhamdulillah. Men deyman agar masala ko'rilsa. Nuriy Musaboyev efendim bilan yana ekranda ko'rishganligimdan bek mamnun bo'laman inshaalloh. Bo'libmi amaliyatchil bir fikrlari bor. Bu yaqinda bir qancha munozirlar bo'ldi. Bo'libmi Abdulla Ayub efendi bilan Ali Akbar Damollojim o'rtasida bir munozara ilib berildi. Bunga nurg'un %50 50 kishilardan men ikki xil o'xshamaydigan inkas oldim. Ve nihoyatda afsuslandim. Yani Uyg'urlardagi o'xshamagan fikrni qabul qilinmaslik mijozi, o'xshamagan fikrni munozir qilinmaslik masalasi. Hatto xalqimizning o'xshamagan bir fikrni qilsa, hech kimning asos jihatdan qabul qilinmaydiganligi masalasini men inkaslar orqali topshirib oldim. Masalan, 2ga yoki Abdulla Ayub taraf fikir qilgan yoki Akbar Damollojim taraf fikir qilgan mundaq bir masalani nima qilib qoldim? Margizmi ikkili tarafning mavjudligi, ikkili tarafning
fikir qilish huquqining borligi, hatto buniga nihoyat to'g'ri qarash masalasida nihoyat jiddiy bir xatoligimizning borligini his qildim. Bizga mushu yerdan kirsa qanday bo'lar Nuriy efendim masalaga? Buldu endi. Yani Uyg'ur munozirchiligida sizningcha biz bir-birimizga qarshi fikr qilolmamdik, qarshi fikr qilib ekranga chiqolmamdik, bir-birimiz bilan qo'llarimizni shiltib turib munozir qilolmamdik. Hem bütün dunyoda hamma odam qilayotgan o ishni biz nima uchun u qadar o'zimizga bir jinoyat yoki xatolik yoki biz bunday qilsak bo'lmaydi masalasi. Yani cho'qim hammaylar bir fikrda bo'lishimiz kerak, birlashishimiz kerak degan mandaq bir hikoya bo'lib turdi. Buning qanday qaraysiz, shu yerdan kirib bakalım. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi ekranga barliq qarindoshlar. Deganimiz to'g'ri, biz Uyg'urlar endi o'zimning ko'z qarashicha biz munozirga taklif ko'nmagandek yoki munozirni taklif o'zaro shakllantirmagandek turibmiz. Aslida biz Uyg'urlar qarshi fikrni eng tez qabul qilgan, eng bir-birimizga moslashtirgan bir sharoitga qarabda hozir vaqtda. Chunki biz hozir yo'l izlayotgan, fikr izlayotgan, ideologiya izlayotgan, yo'l izlayotgan bir millat bo'lgan ekan, o'xshamagan fikr, o'xshamagan yo'llar tabiiy chiqdi. Ha, buningda hech qaysimiz mening to'g'ridagini eslolmay, qarshi tarafning fikrining to'g'ri bo'lsa, martib bilan to'g'rida qabul qilishni o'rgansak, ixtilof bo'lmaydi. Bizda bir fikr ko'p, qarshi tarafning fikri %100 to'g'ri bo'lsa-mu, onun qandaqdir bir ish qo'durliqlandiq yoki bo'lmasa bir hasad qo'durliqlandiq to'g'ri demay, ya'ni agitib damlab boshqa gaplarni yo'qlab o'zinikini ras qilib oldi. Shuning bilan bu munozara qarshilikqa tushmalish kerak bor. Ikkinchi bir masala andikin biz munozara qilganda hammamiz o'z kasbimizga oid bir nimada temda yozsak, ya'ni din sohasiga, tabiatan sohasiga qarta bir nim yozmasa, ya tanqid qilmasa, tabiatan sohasiga din to'g'riliq gap qilmasa. Chunki dinni o'z bilganlar, tushunganlar gap qilsa yaxshi bo'ladi. Mayli o'sha kamchilik bo'lsin, ortiqlik bo'lsin, ya'ni uni tabliğ ketgan bir az gap qildirdi. Ikkinchisi uningga shu ilm sohasida javob bersa, nihoyat yaxshi bo'ladi. Uningga bizlar tabiat sohasida o'qigan yoki adabiyot sohasida o'qiganlar yezib so'zsak, birim deb so'zsak, bir so'zimiz o dindiga bek nozik, uning ilmlari, shoxlari bek ko'p. Bir egizdan xato ketib qolsa, shunga bu o'tirimizda bir de qabul qilolmaydigan ba'zi ixtiloflarni shakllantirdi. Hozir bizga ixtilof shakllantiradigan vaqt emas. Bizga hozir birlik, ittifoqlik, bir-birimizni tushunadigan bir vaqt. Shuni qanday men deyman bu Uyg'urlar texnik o'rganadi. Masalan, hozir bu hozir cho'ng'ishki bo'lib bersam bu adabiyot va tabiat sohasidan bu din sohasidan hozir o'xshash bir siyosiy faoliyatlar arzudimi? Azroq bir yo'l to'g'riliq, fikr to'g'riliq, o'xshama ko'z qarash bo'lsa, bir o'tirib bu so'zni kelishmayapmiz. Ekranga bir chiqolmaydi. Nimishki o'qimayman. Masalan, qarshi bo'lgan, qarshi qo'y biz ya o'ngchi ya so'ngchi ishga bo'linib ketmadik, hammamiz o'xshash. Ammo bir fikrligimiz azroq bir yig'iz gapimiz o'xshamaydi, yo'q bejnim qolgan ko'z qarashimiz o'xshamaydi. Shundaqlar taxsis sakniga o'tirib to'xtab turib, hozir Uyg'urning beshiligi bu ishni qanday hal qilamiz? Mening menda ko'z qarashim bor, seniki mandaqga ish qilsin, biz o'rtaq bir yo'l topadigan bir yo'l chiqsak bo'lmaydi deydigan bir ilmiy shakllik munozirani qilolmayapmiz. Bu endi men bu bizga millatga ayıpmı yoki shu shaxsga ayıpmı buni men bilaman. Balki millat undaq ayıp olmasa kerak, shaxslarga ayıp deb qarayman buni. Sizningcha cho'qim ikki fikrdagi odam o'xshash munozirni qilish kerakmi? Ya menimcha o hech kim o'zining fikrini uning to'g'ri tanishmaydi. Masalan, bir nemaning to'g'ri xatoligini operatsiya qilib, ya'ni munozir qilamiz. To'g'ri bo'lganda qarshi taraf to'g'ri fikr qilsa, ilmiy shaklda fikr qilsa, uni qarshilik qilmay qabul qilishimiz kerak. Shunda bo'lganda bu fikr tugaydi, bu muloyiz tugaydi, o raqobatga, ya'ni jidalga aylanib ketmaydi-da. Ya'ni aslında bugungi dunyo mediachiligida teşvikatida mayli CNN, BBC, Al Jazeera, mayli TRT, mayli mush Turkiyadagi bütün televizyonlarda bo'lsin, har kuni kechasi, oqshomlari 3-4 soatlik ba'zi kanallarda hatto jiddiy munozirlar bo'ladi. Her qaysi fikirdagilar o'z fikrida qolib qoladi, vaqirishib ketadi, to'lishib ketadi, yana chiroyli o'rnidan qo'pab ketishadi. Bu fikr o'xshamasligimi siz degandek abayqi biz nurg'un ideyalarga, nurg'un narsalarga bizning ehtiyojimiz bo'layotgan bu davrda fikr hammalarning o'xshash fikrni qilib klassik metodlar bilan hozirgi masalan, hozirgi namoyish masalasi bag'ansir klassiklashayotimiz namoyishda hammalar namoyishchi, ammo yangilik yo'q, yangi bir harakat,
yeni bir çıkış yolu, yeni bir Amerika, yeni bir Avrupa, yeni bir Saudi Arabistan deydigan bir narsa kallamızga kelmeýärdi. Yeni pikir oturga çıkmaýardy. Şuning üçin bu qitimliq şu munazara iki kişinin munazara jarayonidami şahsen men bek nim qilib ketmeyim yani. Çokum hamma kişinin o'xshash gap qilib, chiroyli hammaylar biz bilan do'st bo'lishib, bu anglamakka bek chiroyli gapchu bu. İttifaqlashish, terishish degan. Ammo bu ilmiylikde amaliyotda dunyo butunlay raqobat bilan taraqqiy qiladi. O'xshamagan fikr bilan taraqqiy qiladi. Hamda bek urushib, talashib ketmasakmi? Ama Uyghur munozirchiligida umuman çoqum bir adam yan bir adam bilan o'xshash fikr qilish kerak deydigan mandaq bir narsani shaxsan men xato deb qarayman. Ammo buningda Luqman ma'lum keyin jiq tirishchanlik ko'rsatdi. İkran aqısida tirishchanlik ko'rsatganlar bor. U ikkilan yana bir yerga kelib, yana dushmanni yig'latdik. Hisobda natija yaxshi chiqqan bo'ldi. Bu to'g'risida Luqman aslida dunyoda o'xshamagan fikr qilgan alohida e'tibor qiladi. Yani bir-biriga qarshi bir-biriga o'xshamagan alohida o'zgacha xos bir fikr qilganlarni hurmatlaydi, uning fikriga hurmat qilishlar bo'ldi. Bizda unday ish yo'q hozir. Birisi bir ish qilayotgan bo'lsa, uning gapiga bir qarshi yoki uning shartiga qarshi shakillik bir fikr qilsalar, qarshi dushman bo'lib qolgan gapda. Hozir ajda shakil gap qoldi. Bu masalan Uyg'ur munozirchiligi hozir masalan men 50% adamdan shundaq nima oldim. Deydiki 50% adam palanchining gapi to'g'ri deydi, 50% adam pokonchining gapi to'g'ri deydi. Ammo men uni umid qilmagan, ya'ni nima uchun ikkilisining gapi to'g'ri emas? Ya'ni yoki ikkilisi o'z fikrda qola oladi u. Umi inson, bumi inson. Hatto masalan islom dinida bir adam kafir bo'lish huquqi bor. İslam dinimizce. İslam ayette bir inson Allohga qarshi Allohni inkor qilish huquqi bor. Allah uçuk deylik bunu ayette. Xalisan kafir bolsan bo'ladi deylik. Allah bilan inson o'rtasida o kadar huquq borken nima uchun biz qarshi taraf bilan yani biz alohida bir-birimizga besim. Bu yer ittifoqlik boshqa bir masala hamda. Men jiq so'zlab ketmay, Luqman ma'lumga beray, bu to'g'risida asosiy xizmat ishlab ikkalanning jiddiy bir yerga akilib masalan düşmanni yig'latdi, do'stlarni kuldirdi. Bu to'g'risida bir fikrni anglab boqaylik inshaalloh. Bu Meyli Ali Ekber Acıkkan olsun, Abdüveli Ayıp olsun, Abdüveli Malum olsun, her ikisi milletinin, ümmetinin hizmetini kılıvatkan naite çapakeş milletinin avantgard kişileri de oylayman. Hem bula bilen münasebetim naite yaxşıydı. Lekin afsus bir azgını bir işler bilen bu ikisinin ki şuna bu qolganligini men ekrandan görüp naite ko'nglim yerim bo'ldi. Hem ondan başka şu qarindoshlar ekranda bu ikkilanning ki münazarasını görüp naite bek ko'nglim yerim bo'ldi. Çünkü mening eng yaqin ko'rgan ikki do'stim, ustozim va yoki ikki cho'ng ko'rdigan odamimning bundaq bir bo'lsa, xuddi bir uyda atani uruşu olsa, balla azaplangandek bir xilaliqqa azaplandım ve şahsen men şunda buldum, başkalarına şunda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha kishilarimiz. Andan keyin men maydonga telefon qilib, bu munozarani to'xtatib, andan keyin bir mushuni chiroyliqcha bir suhbatni üstel ustida bir ep basaq degan bir fikrni bermoqchi bo'lgan bo'lsammi, lekin telefon ulanmay qoldi o kuni. Shuni bilan ekranda keyin qanday oxirlashdi bilmadim. So'rab bilan shunday bo'ldi. Keyin ertasi bir bularni bir yarashtirish şekilde nima qilgan, men ko'nglim shu yerim bo'lib turgan vaqtimda hamda o'shalar bu ishkaylar bilan uchrashdim, telefonda ko'rishib, andan keyin her ishkaylar amaliyotda o'zlarininki hamda ko'nglimning yeri bo'lganligini dedi, hamda shuni bilan ishkaylardan o'tmishdagi gaplarni qo'yib turib, shu bir amaliyotga kelayli. Ma'u biz jon talashib, mushadi gap talashayotgan vaqtida bizning vatanda qarindoshlarimizni netisi jon uzib bo'lgan bo'lishi mumkin shu minutlarning o'zida. Nurg'un qarindoshlarimiz yosh to'kayotgan vaqtida ma'u ishlar kelganda hammani tashlaydi deb. Shuni bilan erishganlarni
Şu bir yerde uçurashayli deb bir arga kelgan bo'ldik. Shu arada hem de erişkeylen hakikaten mi özü şu görüşmeyle uzun bo'lgan qadinaslardek naytı bir xil görüştü ve söhbet jarayonida yosh to'kishlar bo'ldi endi. Bu yerda erişkeylerning bek azaplanganligi chiqib turdi. Hem bu kelishning mo naytı samimiy bo'lganligini ko'rishga bo'ladi. Mana shundoq qilib erishkeylarga hamda bir kichkina sababchi bo'lgan bo'lsam, men o'zimni naytı yengil his qildim chunki bularning yarışib qolgan shu minutlarni ko'rgan vaqtimda men buni ayta hayajonlandim. Shunda bo'lgan vaqtida bayam tajalli ustozining degandek endi bir oilada bo'ladi az to'la ba'zi bir fikr o'xshamasligi. Bu ishkaylar bu masalalarni ayta lo'kilganligida ayta keng qo'saqlik bilan tushundirdi. Amaliyotda tajalli ustozining degandek ba'zi bir o'xshamaydigan fikrlarning bo'lishimi odamga o'xshamaydigan yana bir yangiliklarni berishi mumkin. Yana bir uçmağız tepişmez degandek balkim bu ikkisi texim munosabati yaxshi bo'lgan bir holatda deb o'ylayman. Inshaalloh bundan keyin texim xayrli bo'lsin. İnşallah. Allah razı olsun, rahmet. Ben bir baştan bu Alimcan'ı nemege ekiliş için terişiyotaman. Fikran ekiliş için. Sizler sohbetini devam kılıversanız bir baştan o kişi bilen yazışıyotaman. Başka bizden televizyon stansından yanı bir xadimi yok başkalarından bu işlerini bulap bırdıgan. Bunun için sohbet yan devam kılıverse. Bundakta bu meseleni bu yerde tügütüşke nime Nuri efendim ahırkı sözünü kıysa. Yani Uygur münazırçılığı ben şahsen bu inkasladım, bu birinci kıtımlık inkasladım. Mesela bana Nurgul'la siz ma taraf tutudunuz ya a taraf tutudunuz diyenler oldu. Ben Allah üstümde hiç kim taraf tutulmadım mümkün. Hak taraf tutudum. Kim hata kılgan olsa onu ben hata deyip karayım. Çünkü ben bir kişilik insan. Ama Uygur münazırçılığı bunun öyle tügemdi. Çünkü %99 adam bununla karşı çıktı. Mening nayt inchki bir gapni deyapman qarindoshlar. U yerga o'sha shaxsni chiqib munozir qildirmoqchi emas. Hatto biz ular bilan deyishgan chiroyli tugitadigan bo'lgan ikkiranning oqisida tugitadigan bo'lib chiqqan amaliyot unda bo'lmay qoldi. Chunki hammalarning psixologiyasi buzuq. Mendan tortib ham. Chunki biz ig'ir darajada Xitoyningki psixologik urushida hujum chiqarayotgan bir kishilar biz uchun. Shuning uchun undaq tugmay qoldi, ammo oxiri natija yaxshi bo'ldi. Luqman ma'lumning kuch chiqarishi bilan. Uyg'ur munozirchiligimiz qanday bo'lishi kerak degan asli buni biz yoki qilmamdiq bundan keyin. Ikki xil. Chunki men nurg'un kishilar degan o'xshamaydigan fikrdagilar nima chiqmaysiz deb. Tunji qatim o'xshamaydigan ikki fikrdagi kishini chiqdim fikranga. O chiqishim oson bo'lmadi. Ama daral bütün millet bununla karşı çıktı. Asasen %99%. Nimdep okşamaydıgan işki edebine çıktı deb. Burun okşamaydıgan fikirdikilerine çıkınlar dedi. Onundaki nim için okşamaydıgan fikirdikilerine bir şey ekeldinler dedi. Cidel çıkardınlar dedi. Maksat bir yerde cidel çıkarış emez. İttifaklaştırıştı. Nuri malum yani bundan okşamaydıgan fikirdikilerine işkinaga ekenmemdik Uygur medyaçılıkta. Bunun cevabını hep bakayım. Bence o cemiyetteki mesela okşamagan fikir mesela ötkenki çıkarışımızda mesela alsam eğer ulanız mesela ekranga çıkıp emli naq meydan mozar qilib mas'ala qilsanız ularning keyinda bir qism qo'llovchilar borchu har ishkilisniki u erkaklar jamiyatni bir-biriga ta'til qilib vaqti jamiyat ichida qalam-qarshi paydo bo'ldi. Ular tushunolmay ular meniki to'g'ri deb, meniki to'g'ri deb ikkisi asosida bo'linib tabiiy bo'lingandan jidal chiqib ketdi. Şunun aldığınız için arkadaşlar kelişemeyen fikirler olsa Aleykümselam. Naq meydanda keldi. Assalomu alaykum. Aleykümselam, hoş geldin. Hozir men sizga nima qilaman? Nuri efendim sözünü tugitib olsin, Alimjon men sizga so'z beraman hozir. Bo'ladi. Kamerani ichmaslik qilmay. İchib qo'ydim, kamera o'chiq. Agar shunday vaqtida shunday bir munozirlar, shunday bir talashlar chiqqanda jamiyatda talqab ketib o'zaro bizning bu jamiyat Uyg'urlarimiz orticha ba'zi ichkilar qon qizg'inliklar bir-biriga dushman bo'lib qoldi. Buning to'g'ri, buning to'g'ri deb aldirab sap bo'lar, taraf tutib oladi, ma taraf bo'lib, a taraf bo'lib. Shuning oldini uchun darhol shunday bir ikki tarafni yoki ekranga yoki bo'lmasa
Lokman kardeşimizdek bir KPK'nın ikili çayxanaga o'tgan qilib kelishib chiroyli uni berish kerak. Bunda qilmasa bu jamiyat ikkiga bo'linib, shu bo'lingan bit qolib qoladi. Bu ittifoqsizlikni hal qilishni bo'lsa, uni ochiq oshkor mudohir qilib, mayli ikkilisini o'ziga to'g'ri o'ziga nisbatan, ammo u yerda chiroyli kelishib, o'zining ideyasida, o'zining fikrida qolganligi, ammo bir-biriga qarshi fikr emasligini ifodalab, bir birlik ittifoqlik ichida chiqib ketsa, jamiyatdagi jamoatning o'zaro inoq ittifoq bir-birining so'rinlariga berib o'tiradigan, bir-birlar ko'rishganda chiroyli salomlashadigan bir shakl paydo bo'ldi. Unda bo'lmaydi ekan. Burungi mahallalarda degandek hozir bizning Uyg'urlarning jiqraq İstanbulda qolganlarimiz dunyoning har taraflarida shunga o'xshash ikki odamdan taraf tutib biz har bir davlatlarda bo'linib ketib qolamiz. Guruhlarcha. Hozirma masalan bir qism siyosiy ideologiya va siyosiy tashkilotlar jarayonida dunyodagi tashkilotlar jamoatimiz bo'linaglik hozir. Mushlarning birlikka akilish uchun shunday bir naq maydon munozara bo'lib, shular shu munozarani paydo qilgan kishilar beshir chiqib, bu jamiyat jamoat ittifoqlantirishning muhim usuli shular naq maydonda hozir naq maydonga bizning hozir ketizlarimiz televizor so'zlab, o'tirik ixtilofni yo'q qilib, jamoatning birlik ittifoqlikda bir bo'lishga tashabbus qilgan bir yo'l munozirlashib, masalani chiroyli ilmiy shaklda hal qilish. Shunaqa men deyman, bundaq o'xshamagan fikrliklarning bir maydon kelib, o'zaro fikr analiz, munozara qilishi menimcha jamiyatimizga, kelgusimizga foydali, jini yo'q. Yani bundan keyin sizningcha o'xshamagan fikrdagilarni yana ekansak bo'lamdi yani. Jidal chiqarsa. O'xshamaganlarni bir yak akilish, ularni bir fikrlarni yaqinlashtirishga foydasi bo'ladi, yiroqlashtirish emas. Ular o'xshamagan fikrlar, masalan, shu o'zaro nima qilishadi, ikkisining az deganda bir o'xshaydi. Faqat qarshi ketganlar fikr munozara qilgandan keyin bir qism yerlarda yiqilishadi. Bo'lmaganda ko'ngillarni tushundi bir-biriniki. Ko'ngil tushungandan keyin demak yo'l o'xshamagan bo'lganda ko'ngil bir o'g'ilga yana ittifoq bo'ldi. Luqman ma'lum sizcha qanaqa qilamiz? Ya'ni o'xshamagan fikrdagilarni akilamdiq, akamamdiq yani. Bu ishlarniki yozmishligimni diqqat qilmoqchiman, keyin munozirasini ko'ramadim-chi. Men uqmadim, nima deyishganligini, nima yozib qolganini ko'rishmadim, ammo kim Luqman qarindishimizniki ikkisi aftashtirganlik Facebook isini ko'rdim. Unda xursand bo'ldim, ammo beshik jidalning boshlig'ini o'qimayman. To'g'ri. Olimjonni bilan bir ko'rishib, Olimjonni ikkiranni saqlatdi. Biroz texnikalik masala chiqib, sal 10 necha minut kech qoldi. Xo'sh keldi Olimjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hüseyin Tecelli efendim, Lokmancan efendim, Nuri Musa Bey efendim. Hammalarning bu vaqti xayrli olsun. Assalomu alaykum. Ekran oldida bizni ko'rayotgan qarindoshlarimiz. Hammanglarga Janob Allohning salom va rahmati bo'lsin. Bugun bir texnikalik masala bilan biroz kechikib qoldim, kechiringlar. Hozir herhalde şu tashviqotimiz ustida suhbat bo'layotgan o'xshaydi. Shu suhbatning iqshiga qarab men bu hozir kirdim taqa va biroz anglay. Hozir Nuri Musa Bey efendim biraz şu tashviqotimizdagi saqlanayotgan masalalarni hal qilishning usuli atrofida gap qildi hozir. Xo'sh. Fikrlarga qo'shilaman. Qani yana Luqmanjon qarindishimizning bir gap qilsin. Hozirgi tema nima? Qaysi tema atrofida ketyapmiz? O'sha atrofda bir gaplashsak. Xo'sh. Bo'ladi, Alloh razı olsun. Rahmat. Luqmanjon ma'lum biz asli Uyg'ur mediachiligini qo'g'dash masalasida bo'lgan munozara olib boramiz. Ammo buning ozroq nim bo'lgan go'njal, ya'ni qiziq nuqta bo'lganligi uchun ani yana bir tilga olib o'tib ketdik. Birozdan keyin Uyg'ur tashviqotchilik qilinayotgan hujumlarni tafsilroq deyishimiz. Shu Luqmanjonning eng oxirgi, ya'ni abay sizning so'zingizdan nayt afsuslanganligingizni o ikki qarindishimizning ikkiran akagan uni nima qildim hamda yana bundan keyin yana ashunday ikki do'stingizni ikkiran aytib kelsak ikki xil fikrdiki yana afsuslanamsiz yani. Buni bundacha degan vaqtida millatninki hozirgi umumiy psixikasidan qaragan vaqtida yiliqi bir zidi bo'lgan yerga bir narsa ozgina tegib ketsimi bek og'irgandek hozir xalqninki yuragi zidi bir vaqtning o'zida bu yerda munozirning darajasini bizning ko'pincha qarindoshlarimiz jang darajasiga ko'tarib oldi ekanda, buni sal yuqori darajaga. Har qancha munozira bir ilmiy shaklda ilib berilgan bo'lsa-mu, ko'ngliga zarrachilik kelgan ishlarni keyingi kunlarda bir adovat, gen adovat darajasiga ko'tarilib qoldigan bir holat bo'lg'achqa, bu ham deyilganga o'xshash
mushundaq ba'zi bir taraqqiyotgan davlatlardagi qo'l shiltib turib munozirlashish seviyesini biz hozirlab bo'lolmayotgan vaqtning o'zida to'rt atrofimizning hamma yerda shum xabar kelayotgan bir vaqtda bu munozirmi bizga bir shum xabar qatorida sanalib kishilarning psixikasini buzilishiga ozgina bir nimasi bo'lib qoldi ekan, sabab bo'lib qoldi ekan deb agar buni kelish kerak jamiyatda taraqqiyoti uchun cho'qim raqobat bo'lishi, o'xshamagan fikrlarni o'tirib chiqish kerak, lekin biz shaxsan men o'ylayman hozircha biz bu munoziraga saviya hozirlab bo'lolmabdik. Ozgina bir mezgildan keyin bo'lsa yaxshi ekan deb o'yladim hozircha. Ya'ni millatmi buni hozir emas, ya'ni ikki fikrdagi kishiningki biri munozir qilishi, ikkinchisi millatningki tushunishi hozir emas demoqchisiz. Ya'ni diqqatchanlik bilan yiqilishyapsiz masalaga. Biz yani 5 yil saqlashimiz kerak yani. Yani o darajada emas, ammo lekin kishilar shu sal bir ko'nmisi bo'lmag'idek ba'zi bir ishlar. Chunki bu hozir bu 400 dan ishib ketdi, bu naq maydon ko'rilish soni. Bu ikki jang maydonidagi kishilarga o'xshash bir holat shakllandi. Ammo nimani bo'lmasin, bir Abduvali Ayub bilan bir Ali Akbar Hojim yarışib qolgan bilan bu ikki topdagi kishilar hozirgacha jang qilyapti. Bunda bu vaqt millatda bir mezhep şekillengandek ikki guruhning shakllanib qilishi bizga ig'ir keldi. Bunda biz bilganmish programmamizda millatni unda qilmaslikqa, ya'ni birlashib ketishga inshaalloh bir vasila bo'lib qolsak ajib emas. Xo'sh. Mana hozir naq Luqman bizda agar shuni hozir ikkisi agar ekranga chiqib, men ekranda ikkisiniki talashqini ko'mabdiman, ammo siznikini ko'rdim. Aslında ochiq suhbat qilib ikkisiniki o'zaro bir-biriniki o'tkazgan yerlarni kechirib turib qarindosh qilmasam mal bo'lib tuvalik urushayotganlar davom qildi-ku. Uning boshliqlari chiqib qo'llashib ko'rsatsa, tuvalik urush ostlaydi. Shunaq. Ammo bu dushmanlashib ketgan bo'lsa azroq nim qiladi. Normal dushman bo'lsa do'stlashib qarab mangdi. Agar bunda davom qilmay biriga kemmay bo'lib ketsa bu chegara texim cho'ngib ketib qoladi. Otur bölük. Eğer ben birinci kıtımlık uçuruş bu Uygur'daki okşamağa fikirden birinci kıtım çıkış. Belki bunun da aşı köylüçülerin yani şu taraf tutukçularının kabul kılış iktidarına bağlıqçı bu mesele düşünür. Eğer şular doğru şekilde bugün Uygur'un bu bir şekilde yığılıp düşünde aşın doğru kabul kılalgan olsa bu ihtilaf çoğalmaydı. Boldak ötti. Lekin ona şu insanların seviyesiga bağlı, kabul kılışına bağlı. Şunlar bazıları kabul kıldı, doğru düşündü. Bazı belki niyetler dursa mesela bu şimdi oturdun yakçı bu işin mesela çoğaydı otkalan bu şimdi şuna bu ne bırakla bu Uygur okşamağa fikre bırak çıkış ne a mesela katıklar çekli versek bu çünkü aramızda nurgun okşamağa fikirler var başka yan çıkış ihtimali var çok. Ama birinci kıtımlık ki bunu da herhalde ne olursa azrak musbat bir neticeyle ayaklaştı bu. Bunun ikisi texim yaxshi bir natijada ayaqlashida bo'lgan shunga chiqib turgan yaxshi. O'xshamagan fikrlarni sakniga chiqib o'zra chiroyli talashtash. Hadi urushamayli chunki birsimiz Yevropada, birsimiz nimada bo'lgan deb urushamayli saknida. Deyishaversak bo'laverdi, ammo oxirida bir yig'inchoqli bir fikri kelalsak, eng bo'lmaganda shu ideologiya taraf tutganlar tuvanda va jamiyatda bir-biriga bo'lgan dushmanlik biroz ozlaydi deb o'ylayman. Shundoq. Allah razı olsun, ben Alimcan'ı sözge çaqiray deb tursam ishkiranda yo'qolib ketib qoldi. Xo'sh. Ya hozir keldi. Yani Alimcan ishkiran oldida bormisizlar? Yo'q. Jidalniki tanlab qochdi. Yo'q, ishkiranda bor, u nimadan qolib ketib qolibdi hozircha, 1 minutlik herhalde. Xo'sh, keldi. Alimcan kellimi? Alimcan kellimi? Sizlar Assalomu alaykum. Nima qalam ekib oldim deb. Ha, shu sizlarni ma Nuri akam qochib ketdi. Yo, qochmaymiz. Nuri efendim qochmaymiz. Tamam. Bizning fikrimiz o'xshash. Fikir o'xshamaydiganlar qochmaydi. Aynan Luqmanjon İstanbulda restoranga chiqdi. Ali Akbar Qarajim bilan ayt chiroyli bir suhbat bo'ldi. Buningdan endi xalqimiz xushal bo'ldi haqiqatan. Bu Luqmanjonniki bu harakatidan xalqimiz shaxsan biz xushal bo'ldik. Keşke şu bütün hazır şu dava sipimizde
davamlaşıvatkan, mesela okşumagan seplerde hizmet kılıvatkanlarının arasındaki şu bazı meselelerimi mana şu Lokmancan kardeşimiz orunlaştırgan okşayış. Mana şundak bir şey kelip asıl oturup belki bazı meseleler bir kahve tükücülük ço. Bu el oluşum mümkün ço. Demek bu bir bizge bir örnek oldu. Bizge bir ölgü oldu. Bunun için bu Lokmancan efendimge köp rahmet etiniz Lokmancan müellimge. Allah razı olsun. Yana bu adır asasen tema şu Lokmancan'ın ötken haftadaki İstanbul'daki şu palite etrafında şu uçuruşun bulutamdı ya ki. Yok. Ben aslında kısıkçılam düşündürüp öteyim. Bu Uygur teşvikatçılığı meselesi de biz hem de okşamagan fikirdekilerin işkiran qilib chiqib baqayli deb birinci şahslar birinci qitimliq programmani qilgan. Ama onundan cemiyetine ciddi bir qavg'a yoki inkas yuz berganlik uchun hem bizning studio bundan keyin shu cemiyetde yuz bergan ciddi masalalarni programma qildiganligi uchun yani normal programmalarimiz burunqidek chiqib yuz bermasligi mumkin. Shu bu to'g'risida to'xtalib o'tib ketish bu studioningki nimasi hamda qilipi. Buning uchun buni to'xtaldik. Shu bundan xabarlar bo'lsa, men sizdan bir savol so'rayman. Loqmanjon o'zining fikrini berdi. Nuriy akammi o'zining fikrini berdi. Ikkalan bir-biriga qarshi fikr qildi. Men o'zimning fikrini berdim. Hozir bu yerda qarshi fikrdagilarni hozircha chiqmay tursak dedi Loqmanjon, ammo masalan Olimjon bilan biz ikkalan masalan Olimjon Uyg'uriston deb ataydi, men Sharq Turkiston deb atayman. İşkeler uzundan beri. Sharq Turkiston deb ataymiz. Sharq Turkiston deb ataymiz. Biz Sharq Turkiston Milliy Majlisi Tashviqot hay'atiga vakolatdan yani ben o'zim nomimda gap qilyapman. Unda olsa bizning majlisning tashviqot organımızın yani qabul qilgan, milletimizin qabul qilgan ismi Sharq Turkiston. Tamam, unda olsa men Albatta bizningki Myunxendagi tashkilotimizning ismi Uyg'uriston tashkiloti, u boshqa. Tamam. Ama umumiy milletning yani halkımız qabul qilgan davlatimizning ismi, ajdodimizning bizga mirosi Sharq Turkiston. Maşallah. Yani ikki fikrni bir adam o'xshash yani ko'tarib meni o'tibsizlar, demak bu bir alaydilik. Bu bekan qo'saqlar. Bu bir ajoyib bir ilmiylik. Yani biz hem de uzundan beri dost qarindosh bo'lib yashayapmiz. Ba'zi fikrlarimiz o'xshamasligi mumkin. Aynı zamanda Uyg'uriston, Sharq Turkiston masalasida fikrlarimiz o'xshash bo'lmagan taqdirda, ammo bugungacha Uyg'uriston ozod tashkiloti bilan boshqa tashkilotlar u qadar bir janjallashib qilib ketgan bir ish yo'q. Yani o'zining mavjudligini ishga hatta bu da Sharq Turkiston Milliy Majlisi bo'lib birlikda hamkorlashib ish qiladi. Demak, bu yerda aslida Uyg'urlar o'xshamagan fikrni ko'tarib mang'alaydi. O'ttirda bir narsa bor. Biz yoki bizning psixologiyamiz buzilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni asl to'g'ri bo'lgan ishni xato tushunib olgan bo'lishimiz mumkin. Shunga Uyg'ur tashviqotchiligiga o'xshamagan siz bir tashviqotchi hozir. Yani sizin ko'rinib hozir mush tashkilotning asosiy tashviqot xizmati qilyapsiz. Studiyongiz bor, yani kamera orqali naq maydon suhbati ilib beryapsiz. Siz Qashqarlik bo'lsin, men sizdan gap qilyapman. Ya mayli, gap qilyapsiz. Yani sizin bu xizmatni yaxshi qilib ketyapsizlar. Bundan keyin bu tashviqotchiligimizda o'xshamagan fikrdagilarni ichqamdiq deganga sizning javoblarini ilib etgandan keyin boshqa o'zimizning munozarasiga o'tib ketaylik. Menimcha aytish kerak. Menimcha aytish kerak. Mana shu Loqmanjon qilganga o'xshash bugun mushohadar kaychilik qarindoshlik studiyasida sizdan Allah razı olsun ishlar. Bu dava sepida, tashviqot sepida nihoyat yaxshi xizmatni qilyaptilar. O'xshamagan fikrdagilarni bir yerga to'plash, yani bir ekranga chiqish, bir sahnada o'zaro fikr almashtirish fursati yaratib beryaptilar. Bu menimcha biz buni joriy qildirishimiz kerak. Men qisqacha javob beray. Allah razı olsun. Bundaqda bu timim şey tugsin Loqmanjon Nuriy efendim ikkinlarning boshqa qistirib qo'ydigan gapingiz bo'lmasa. Ya, chegida, mana ben cho'ng so'rayotgan qolshiray. Ikkiga qarshi bir natija bilan Loqmanjon o'tirib o'tdi. Men o'tirdi tutturay. Yani xalqimiz buni nima deydi, men uni bilmayman, chunki naq maydonga telefon qilsa bo'ladi qarindoshlarimiz. Biz har zaman xalqning ichidan har qanday bir shaxs ikkirangi kelsa bo'ladi deb keldik. Bir qancha qarindoshimiz ikkirangi kelishni o'yladi, ammo kim men bilan aloqalashmadi, men ularni topolmay qoldim. O qarindoshlar qaytadan menga nima qilsa bo'ladi. Aniki ikkiranda biroz inkas yozishayotgan qarindoshlarim diqqat qilsanglar, ham yana o'zinglarning shaxsiy hikoyasiga tushib ketsanglar, men nimadan cheklab o'tishim mumkin.
Bununla nisbeten fikir qilishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsanglar, naq maydonga telefon qilib dadil bu yerda Xitoyning hech qanday bir zulmi yo'q, bu bizning ikramda yoki besimi yo'q. Bu yerda har qanday qadam, har qanday gapni qila oladi. Fikir qilsanglar bo'ladi. Undaqda tashviqotimiz hujumga uchratamdi. Buni qanday qilamiz? Buning bir amaliyroq holatga o'tib kelsak, shu men so'zni kimdan boshlasam bo'ladi? Men biroz demokratik. Alimcan sizden başlayın, siz biraz ben geçip başlap kaldınız. biray. Boludu. Menimce ben manda o'ylaganimda birisi şu adır endi adır sizde so'rgan savol hem tashviqotimiz hujumga uchratamdi degan savol to'g'riliq albatta bir yana Loqmanjon efendimning, Nuriy Musabay efendimning fikrlari bo'lsa anglayman. Albatta endi biz meyli tashviqotimiz olsun, meyli vatan sirtidagi da'vogarlarimiz olsun, hem de turli zarbilar berilyotidi va yoki tuhmatlar va yoki ashunga o'xshagan hamda bir buzg'unchiliklar bo'lyotidi. Ammo bu yerda shu tashviqotimiz qanday bo'lishi kerak degan masalada men agar qarindoshlarimizning boshqa fikri bo'lmasa, bir ikki uch nima bilan bir jumla bilan so'zimni boshlasam deyman. Bo'ladi, agar me'morlik etilsa. Chunki ham Nuriy Musabay efendim. Başlan. Çünkü bugün mesela adır hem de benim manda dep başlayıp kılışımdaki sebep teşvikat kanda buluş. Adır mesela muşu zaten Abdülü Ayıp malum bilen muşu arlıktaki bazı buluvatkan sürkülüşler mesela o Abdülü Ayıp'ınki mesela yazgan ya ki ilgir süzgen fikirler bilen bunun halkımızın kütkünü halkımızın iğnideki bazı mesela şu inçki meseleler mesela bizimki vazgeçilmeydiğen bazı bir noktalar var mesela bizim dava sepimizde mesela ya ki şu yolumuzda şu oturdaki bazı nimelerde biraz nimsek oldu düşünüşmezlik kimi sebep bulutkan nerse menimce bu teşvikatımızdaki ya ki teşvikatçılarımızın içteki mesela bu teşvikat kılıvatkanlarınki bazı noktalar mesela inip bir prinsipal ile dikkat qilib ketalasa aslida menimcha bunday qilib tushunishmaslik azaydi demoqchi men aslida mushu maqsadda men demoqchimanki birinchisi shu bunday hozirgi kerakchilik hamda biz shuni aniq o'ttirib qo'yishimiz kerak. Nuriy Musabay efendimi biladi uzun yilning bu davo ichida o'zi tashviqotimizda cho'ng bir Keçikette yana Ben nimeni bassam öçep ketip kaldı, ben kayıtı çakırıp gireyim. sizde qattiq sizlar ketib qolgandek to'xtatib. Yok. Ben ekrandan çıkıp kaldım bilemedim o zaman. Yok, hazır keldi. Hazır keldi. Davom qiling. Şu nimeni içip ötüp devam kılsınlar şu ekranını içip. Tokslar ekranını. Kameranı içip esir. Hem de elbette bu teşvikatımız yaman bir nimetsek oldu. Bir tuyuksuzlu bir partaj karakterlik bir kengaydi çoğu. Çünkü bu WhatsApp'ның, bulup mu Facebook'ның umumlaşışı bilen hatta mesela bireysel şahsi teşvikatçılığımı hem de dava sipimizde nait tizdir surette kengaydi hem de. Elbette bu davayımız bu faydalı. Ama bir yerdeki asaslık mesela nime degende merkezi teşvikatla mesela teşkilat teşvikatları, teşvikat merkezleri, enindeki akademisyenlerimiz bulunmuş teşvikatımızdaki şu sistemlik, planlık ve maksatlık bu üç merkez nokta çıkış kılan asas kıysak ve teşvikatımızdaki bu asaslık maksidi biz halkımızga müstakillik idisini halkımızın yani müstakillik gayesini merkez kılan asasda terbiyeleş, yetekleş karakterlik olsa teşvikatımız ve elindeki menbesi inik olmayan ya ki ispatlaş ters olgan noktalardan uzak durup ziddiyetlik noktalarda mı menimce biraz uzak duruş gerek. Mesela ziddiyetlik noktalar degen vaktimizde mesela kanday deymiz muşarak bazılık inçki dini meseleler var mesela. Bazılık bizimki akademi meselelerimiz muşu toğruluk birden yazgan vaqtda mümkün kadar bozu bir ölüme bilen bir müzakereleş ötüp muşun fikrini elitip bu narsa oturup koyulsa menimce yaxşı oladı çok. Ben bunu muşalık teşvikatki özüre düşüşmezlikten ziddiyetinin aldığını alırgan mühim bir amil dep qarayman. En mühimi asli teşvikatımızda şu
xalqimizning shu mustaqillik yo'lida o'ziga ishonch beradigan pozitiv narsalarni ko'p tashviq qilsak degan umiddaman. Albatta fantaziya qilib olmaydi. Nuriy Musaboy afandim fantaziyaga qarshi men bilaman. Endi tashviqotdan bak ko'p turib o'zimizcha yo'q narsani paydo qila olmaydi, ammo xalqimizning ruhini sunduradigan masalanchi oxirgi vaqtlarda bo'lyotdi. Masalan, shu Amerika, Xitoy o'rtasidagi ba'zi kelishimlarning tuzilishi bilan ba'zi muhim ularning fikri, ko'z qarashi ig'ir desak bo'ldi, vazni ig'ir bo'lgan kishilarimizning og'zidan ba'zi gap so'zlar o'tirish qilyapti. Masalan, menimcha buningda diqqat qilishimiz kerak. Albatta, endi mushun vaqtlarda diqqat qilib ketalisak, demakchiman, endi bu bir cho'ng bir tema, bu to'g'riliq yana bu suhbatning davomida paranglashishimiz. To'g'ri. Endi bu bizning tashviqotimizda albatta biz hujumga uchrayotgan ahvoli bor. Bu to'g'riliq endi qarindoshlarimizdan Lokmanja muallim bilan Nuriy Musaboyning bir fikrini anglayman. Bu bilan qanday hujumga uchrayotimiz, ma to'g'riliq biroz qarindoshlarimizning fikrini anglagandan keyin men bu to'g'riliq yana fikr qilay. Abay so'zingizni siz kirishdan burun men ikkinlarning fikri ikki xil, yana o'xshamaydigan fikrdagi shaxslar deb qarasam, ammo bir fikring o'xshashgan. Yana abayqi ziyolilar diniy masalalarda bir narsa yozgan vaqtida har holda bir o'limalar bilan mancha bir danishib, ular bilan bir suhbatlashib, bundaq nima qilsa yaxshi degan narsani boshqacha ifodalab, o'xshash fikrni qilgan edi. Bu jihat unimi deb qo'yay. Bundaq so'zni men Nuriy akamga beray, biroz saqlatib qo'ydik. Ya'ni bu iliq tashviqotimiz hujum uchratamdi degan gap mandaq bir qarasa ahmoqona gapchu bu. Men buni yana qayta so'rashimdagi sabab hujum uchqayotganligimizni e'tirof qilish masalasida xalqimiz inkoslari bilan buni qabul qilg'ili unmayapti. Yana masalan bir Xitoyning adam Urumchida yoki Bejing turib yozsa, buni hammaylan javob beryapmiz. Masalan, buni shunda gumonliq ekanligini aniq bilib turibmi? Ya'ni bizga hujum qilinayotganligini, dushmanning o'qining etilayotganligi bizga o'q bo'lib tegiyotsimi? Tashkilotlarni, raislarni yoki dindorlar bilan ziyolilar o'rtasida ziddiyat paydo qilayotgan aniq hujumlarni ko'rib tursaqmi, buning xuddi moslashib ketayotgandek, hujum bo'lmayotgandek bir kayfiyat bo'lganligi uchun buni isbotlash uchun rostli biz hujum chiqartamdik yoki undaq emasmi degan mohiyatlik bir shaklda bu savolni so'ratiman. Musaboy afandim so'z sizda. Bu tashviqotimiz hujum uchrayotdi deganda men uchrayotdi, ya'ni buzg'unchilik uchrayotdi. Ya'ni bizni bilib bilmay boshqa uzun yo'llarga boshlab qo'ygan. Xo'sh. Uzunmuzu qarshi chiqmaydi, uzunga qarshi chiqib qolsa, vaqt bilib qolmiz-ku bu hozir. Buni kim qiladi, uni uqmaymiz, uni texnik jihatlar biladi yoki uni janobllar biladi. Qandaqda biz bir nimni bir talash tashqi bizga kirgizib qo'ydi tashviqotda. Shuning bilan biz o talashdan quyruğu yurib qolib, amaliy bugungi kunda qildigan ishlarimiz keyinga qilyapti. Aslida biz bugungi tashviqotda amaliy ishni qildigan tashviqotni qilish kerak. Hozir bizga haqni yetildirib, ideyatini qo'ydirgan vaqt o'tib bo'ldi hozircha. Ya'ni tashkilotlarimiz nima ish qildi, nima qildi emas, amaliy nima qilamiz deydigan vaqti kelgan. Shunda qildigan vaqti kelgan. Bunday vaqtda hozir bu axborot mayli Facebook bo'lsin, mayli WhatsApp bo'lsin, uyqusuz birlaridan bir temalarni tashlab qo'ydi, bir tashviq, bir yaxshi bir ketib qolgan bir tashviqotga boshqa bir yandan bir yo'l ochib qo'yib, shuning bilan biz boshqa yo'llarga ketib, bu tashviqotimiz, nishonimiz, yo'nalishimiz bo'linib ketib bordi, buzilib ketib bordi. Buni qaraganda tashviqotimiz hujum uchirdi desak bo'ladi, mencha shu hujum uchrashni do'stlar shu, buzg'unchilik uchrash. Aslida bugungi kunlikda yo'q qilan tavsiya chiqilgan, masalan o'tgangi oshir, ya'ni misol qilib versak bo'lmaydi ekan, dashda qolishning zarurat emasda hozir bugungi kunlikda. Bugungi kunlikda amaliy harakat qilgan nima qilamiz? Masalan, vatan tishirki xalqni o'zini saqlab qolish, o'zini jonlantirish, vatan uchun xizmat qilish uchun nima qilamiz? Vatanni xalqni qutqizish uchun jiddiy shaklda biz nima qilamiz? Qanday harakat boshlashimiz kerak deb bizning bu ziyolilarimiz, ulamolarimiz, mayli tashkilot rahbarimiz birlashib bir konkret tadbir oldiga vaqt keldi hozir. Ya'ni kechib qo'ysak tugaydi. Shuni bu vaqtda tashviqot yo'q qilan boshqa shaxslar bilan tanishib, zehnimizda eksporti, vaqtimizda eksporti. Meni rasmiysam men turklar men bizardan degan. Aslida aybush tashviqoti zirik ketdimda. Biz hozir quruq bilan tanishadigan, laqit chuji burun paydo bo'lgan tuxummi degandek hozir mustaqilchimi, islomiy mustaqilchilikmi, Abdulmuhamedmi, Sharq Turkistonmi, Uyg'uristonmi
Muş talaş tartışlarının keregi yok da hadi bizge. Hı hı. Bu Türkiye bu işlerini Allah bunu tartışıp yıkap olmuş. Yani bu emdi Türkiye'nin bir şey çıkıp koydu. Emdi Türkiye'nin bir saçlap koydu. Şunun bilen biz ayrı çıkmaydıgan talaştaki teşvikatımız, nişanımız, gayemiz bozulup ketip bardı. Emdi hazır dikkatini jigit teşvikatını ikki xil shaklga kelib berish kerak. Birisi vatan ishiga qaratish, ya'ni qanday qilib lagerini taqab, mayli qanday shaklda qutuldiraylik, vatanni qutuldirish. Buning uchun biz chet ellik Uyg'urlar nima qila olamiz? Hozir bizga. Ikkinchi, chet eldagi Uyg'urlarni qanday qilib o'zining kimligi bilan, ma'rif bilan idisa saqlab qo'yish, buningga bir dunyo xarakterlik bir birlik organ bo'lishi kerakmi? Yoki qilamdi yoki qilib bo'ldimi? Buni qilish kerak. Masalan, hozir Turkiyada 20 mingda oshiqli Uyg'ur bo'lsa, Turkiya bizning Uyg'urni saqlab qolgan birdan-bir markazimiz. Uyg'urning kimligini, madaniyatini bari saqlab qolgan Yevropadagilar biz Yaman jiqtiralsak 50 yillarni bizga chiqqan chunki biz Yaman bir oz xalq jiq o'qishmagan, Yaman bir g'alati bir madaniyatni o'tirsida bo'lgandan biz tez yo'qolib ketish ehtimolimiz bor-ku. Shuning bizga biz Turkiyadagi Uyg'urlarning ilib borayotgan ma'rif faati, ya'ni Uyg'urni saqlab qolish ma'rifini biz o'rnak kelib, shu yerdan manba to'plab bayağı Lokman'dan sordum, sizler kitaplar vardı. Şunda kitaplarını ular tüzüdü. Ular takip edip, şulardan merkez şekilde başka dünya devletler elip, ortak birlik tilda, birlik bir edebi tilda bir şekilde sistemler saklap kılış kılmaktır. Bu teşvikat işkiyi buna da olayım. Birisi vatan işkiye bir teşvikat. Şöyle bayıkıda ilk apkaçtı yandan soldan çıkıdığın bu şey buzgunçuluk teşvikatlarını aldığın için bunun gibi teşvikat sahasındaki işler hizmet kılırlar. Aslında bir adı çıkmaz derhal onun aldığını aldığın bir çağrılığını da toxtış gerek. Halkını doğru yolga tutup toşuşka tırışka etap qarayman. Allah razı olsun. Naq muşu timini söhbetden burun azırak biz Lokmancan bilen deyişken hem Lokmancan'ın sırası geldi. Yani bu meselede somut bir kadem taşlaş üçün teşviqatda qanday bir fikir var? Bunu özünden anlap bakılamsa. Bu peshqadamlarimizning deganiga o'xshash mushu tashviqot hujumga uchrayapti. Bu shunga o'xshash biz boshqalar tarafidan ahmad qilinishga, psixikimizning buzilishiga uchrayapmiz. Buni nihoyat yaxshi bir xulosalab dedi. Men desam yana bir takrorlandi. Ammo lekin tashviqotning kuchi haqiqatan nihoyat bek zo'rkan 21 asrdagi bugungi kunda buni biz texmo yaxshi tunib yetyapmiz. Endi bu tashviqotni shu tashkilotlarningki tashviqotlari va yoki shaxsning tashviqotlari deganga o'xshash shunday qarasak, bu yerda endi tashkilotdan bekrak shaxslarning ko'z qarashi o'zaro turlarda eqib, bular boshqalar tarafidan nihoyat bundachi degan vaqtda bo'zaq qilinishga to'rdimi shundoq zulm qilinishga uchrayotdi. Endi bu shaxslarning o'tirishidagi bu ahvollarni qanday degan vaqtida hozirgi shu ijtimoiy aloqa vositalarimizda birinchisi men his qilganimda ijtimoiy aloqa vositalarga shu shubha va tarqatish orqali boshqalarni psixikasini buzish bu bir hujumning bir shakli ekanda shunday kichkina narsani yo'g'on ko'rsatish orqali davomli azobli bir jamiyatni bizga his qildirish orqali hujum qilish. Bunun kuchini aytibek ig'ir ekan. Shu programga qatnashishdan 5-10 minut ilgari men bu shu Facebookda bir shu xabarni ko'rib, mening kayfiyatimga mana aytdi, yaxshi bo'lmagan bir ta'sirlarni berdi. Ikkinchi birisi qo'pol da'vat qilish shakli orqali boshqalarning psixikasini buzish deb o'yladim. Gerçi bu da'vat orqali yaxshi so'zlar bilan insonning qalbi yumshaydigan, insonni yaxshi bir yo'lga yetaklab mangadigan bu da'vat nihoyat yaxshi bir ish bo'lsa-mu, uslub xato bo'lganlik sababidan bu xato uslub bilan da'vat qilib, xuddi bir odamni shapaloq bilan birini sap qo'yiblar, ayni ishtirokka diqqat qiling desa, bu hisobda men seni ishdan ogohlantirdim deb ma yaxshichoq bo'lib olgandan bilan u odam u ogohlantirgandan emas, tayoqning zarbasini o'ylaganga o'xshash. Bu men yaxshi bir seni ogohlantiryapsam deb turib, haqni shunday ahmoq topadigan da'vat qilish usuli to'g'ri bo'lmagan ahvol ostida boshqalarni bunday odam azob beriglik odamga. Yana birisi shu odam tillash orqali boshqalarning shaxsiyatiga tegish yoki o'zi qaqshab berish orqali degandek shunday holatlar bo'ldi ekan. Bu nima bo'lmasin bizningki kundan kunga psixikamizningki buzilishiga nihoyat shu psixikimizning turaqsiz bo'lib qolishiga sababchi bo'lyapti.
Bu bence o vaxtda yaqin kunlarda texmi bek taraqqiy qilib, boshqalarning shaxsiyatiga oshkora tegadigan va hattoki odatda bir Facebook degan o'xshash ijtimoiy aloqa vositalarga bir tal gulni chiqarib qo'ysa, shuni tillaydigan hech bir odamning hech qanday bir yeriga ta'sir ko'rsatmaydigan bir narsani chiqarsimi, yana shuningdimi yana tillashga sharoit chiqaradigan shundoq ba'zi bir ahvolotlar bor ekan. Bu xil ahvolda bu endi kimning qaysi yo'l orqali Masalan, buningga butun millat ayada o'layotsa, ayadamiz kampida yetib vayron bo'layotsa, nima uchun gul chiqarsa degandek. Ya'ni bu ajoyib murakkab bir hissiyot bilan to'g'ri. normal nima uchun gul chiqarsiz emas, millatni bu yerda o'tirib tashlab turib. Masalan, o'tgan bir qarindishimiz to'y qilibdi. To'yning biroz videosini yo'llab qo'yapti ekan, ashada bizning millat bunda jabba tortyapsan, bu yerda to'y daqudun baqchilab to'y qilsa. Yani acayip bir ahval yani. Nima desa, gap tayyor degan gapda ish qilib har qanday bir gapdan bir qusur chiqarish vazifasi bordek, mushunda bo'lg'achqa bu xil ahvoldan ig'ir qaqshash bo'ldi ekan va shundan boshqa ish qilib o'zini idisiga to'g'ri kelmagan odamni Xitoy g'altisi deb ham tillaydigan ma'qul shaklda ish qilib har xil bizning psixikamiz ig'ir darajada bir buzg'unchilikqa uchrayotdi deb o'ylayman. Shunlashgan buniki bir hal qilish chorasi bo'lishi kerak. Hamda vatanda zulm uchrag'ini oz kelgandek, hamda bu yerdami boshqalarning bundoq oniy tepishlarga yana sukut qilib turish yaxshi ish emas. Buningda hamda garchi cho'ng bir narsa qilolmasaqmi, hamda buningki xulosa shaklda buni bir guruhlashgan holatda bir ijtimoiy aloqa vositalarida WhatsApp, Telegram degan o'xshash shundoq aloqa qurollari orqali mushunda bir avangard yoshlardan tashkillangan bir qanchilg'an yuzlagan kishilarning mushu to'rda turish va uningdan boshqa mushu internet tor vositalarini yaxshi biladigan do'stlarimizning mushundaq kishilarni bir aniqlashi va yoki bo'lmay qolib qolsa mushundaq boshqalarni to'la tillaydigan hammadan o'chivadek mushu tipdagi kishilarni bo'lsa bir taqog'uz o'tish uchun kuchab baqsa bunda bo'lgan vaqtida bunda kishilarni hisobi taqilib bo'lsa hech bo'lmasa buningda az to'la bo'lsa-mu boshqalar bir xotirjam to'g'ri chiqish imkoniyati bo'ladi deb o'ylayman. Bumi bizniki mushu bizni hujumga uchrayotgan to'rg'adagi mushu bizniki mushu hujum qarshi etmagan bir qadamimiz deb o'ylayman. Allah razı olsun. Yani bugün mushu topni yoki mushu masalani mushu studiyoningki ikroni orqali yana butun hozir ko'rurmanlarningki nimasi bilan ro'yobga chiqarish ehtimolimiz bormi Luqman efendi? Qayta disloptgan. Yani bugün bu ishni qila olamdik amaliyotda yani. Albatta agarda buningda jamiyatdan nurg'unlagan vatan millat uchun yilg'u bu ijtimoiy aloqa vositalarida bu avangard bo'lishgan vatan uchun jon qon to'kadigan har yoshlarimiz turibdi. Agar imkoniyat bo'lib qolsa, buningda shu yoshlarimizdan tashkillangan bir guruhni qurish orqali buningdan keyingi shundoq bir ahvolotlarga uchrasak o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Chunki eng ojiz, eng taraqqiy qilmagan bir davlatning o'ziga tushlik bir istixborot kuchi bo'ladi. Endi bizning undan narsamiz bo'lmagan taqdirdami, shunga o'xshash hujumlarga hech bo'lmasa taqobil turadigan ozgina bir kuchimizning bo'lishini talab qilaman, umid qilaman. Allah razı olsun. Hoş. Hatta hozircha Luqman deganda kichik tipdagi bu to'r qalam qazig'i bu tugamaydi chunki million bo'lgan chunki Facebookning ichidagi texnik narsani kontrol qila olmaymiz, WhatsAppni kontrol qila olmaydi. Ammo shunda ixtilofning boshlanishi bo'lib urg'ib turgan atning qashqisidek bizning tanilgan shaxslarimiz. Ajib ismli shaxslar birar ideologiyalik talash tortish qilgan gaplarni o'tirib tashlab qo'ymasa, jamoat ishtik bir-biriga ergashadi. Agar andaq mesela bayisi deganda birisi bir kuni qo'yib tilgan bilan o ikki kishi tillaydi, bayisiga yo'qolib ketadi-ku. Ammo cho'ng bir odam kirib qolsa, ya'ni Facebookda oqishda 3 ming, 5-6 ming ergachisi bor. Nayt bir Facebookning cho'lponlari bor hozir. WhatsAppning cho'lponlari bor. Bular bir temani tashlab qo'ysa, uning keynida ergashib qolib ketadi. Shuninga o'sha odamlar o'zini o'zi so'rash kerak. Ham ular Alloh shularga ko'ngil qilsa, shu odamlar hem biz ularda bunda qilma deyolmaysiz, hech kim deyilmaydi ularga. Shular shu fikr qilganda, shu fikrni jamoat saqlaganda uning qanchalik ijobiy ta'siri va qanchalik salbiy ta'siri bor,
Şunu oylap bas oldu. Ona xalq qanchalik manfaat tegidi, qanchalik ziyon tegidi. Shuni o'ylab qolsa, cho'ng tipdagi ixtilofdan, cho'ng tipdagi axborotlik hujumlikdan saqlanib qolamiz. Balki Luqman ushaq narsalar bugun bir taqva degan bir chiqdi, yana bir chiqdi. İsmini yolg'on ismga berchi hozircha. Yomon bu yolg'on ismlarning gapiga e'tibor bermas kerak. O'zining ismi bilan kirib va tunishqilaba bo'lib shu tunilgan shaxslarimiz gapiga ehtiyot qilish kerak. Va masalan chet elliklarda shu Amerikada shu bir tunilgan odam deb qolsa uning gapi butun axborotni burib ketadi. Men yolg'on gapirsinmi, rost gapirsinmi, hech bir ma'nosi yo'q bo'lsin. Odatdagi bir odam gap desam, ona gibi ko'cha chiqmaydi, tunilmagan ekan. Shuning uchun bizning Uyg'urlar ishidiki, hozirgi mayl tashkilot, mayl jamoat, mayl tashviqot, Facebook bu yerda ko'rilgan cho'lponlarimiz gap qilqasida nayt ehtiyotlan, birdim yo'llaganda nayt ehtiyotlar yo'llasa, bizning ixtiloflarimiz, o'zaro jiddallarimiz, axborotlik bo'lgan nishonimizning burilib ketishi oz bo'ldi deb qarayman. Men mishaga bir agar ruxsat bo'lsadir bir gap qilsam bor. Bo'ldi, so'z sizda. Sizga keldi navbatsa. Men Nuriy Musabayev efendimning fikriga tamamen qo'shilaman, ham qo'llayman. Masalan, buningga misol berib endi ismini desak qanday bo'ladi bilmayman. Demem doq. Masalan, ya mushadir tunigun yuz bergan yana bir ish borchu. Meningcha mandaq men bu yerda nima qilmoqchi emas, u qarindishimizni. Tanqid qilmoqchi emas. Masalan, Quzat Altay ma oldingi kuni qilgan so'zida shunday yaxshi so'z qilib ketib o'tib, Alloh debdi-da. Men payg'ambar avlodi deb anandikin hammamiz payg'ambar avlodi debdi-da, u deydi, endi biz masalan hammamiz Odam alayhissalomning avlodi bo'lgandikin biz hammamiz yo'q. Men payg'ambar avlodi aşağıda Hujumtav debdimi, bir nimaning ismini deb o'tib ketdim-da. U payg'ambar avlodi deb o'tib ketdi masalan. Asli mushu gapni men bütün anglab chiqdim. 26 minut gapgan. Aş gapni demizi bo'ldigan bir gap. Hammamiz Odam alayhissalomning avlodi bo'lgandikin hammamiz payg'ambar avlodi demakchi. Endi bu yerda birsi Xitoy, birsi qarshimizdagi yani ismi atılayotgan kishi Xitoy o, bizning dushmanimiz. Endi boshda gapning beshidagi jumlada hammamiz Odam alayhissalomning avlodi bo'lgandikin men payg'ambar avlodi nima ya Hujumtav kim qaysi bir Xitoyning ismida Xinjiang dedim o ishni qilib. Bu deydi, bu payg'ambar avlodi deb o'tib ketibdi. Bununla nisbeten torda nayet igir hakaretler bo'ldi endi. Shu topida nimesida Facebook'da nayet igir hakaretler bo'ldi. Aslında men o'ylayman, masalan, bu hozir Nuriy Musabayev efendim davatgan gap mana shu. Ash gapni demiz bo'ldi. Siz qetlamsizlar buni uqmayman. Luqmanjon ma'lum qanday o'yladi, Nuriy Musabayev efendim qanday o'yladi. Shunday yaxshi gap qilib ketib, gapni avvalga tiqqan ekan, gapning beshini oyg'ini anglamaydigan gap. Bu sen qanday olib bir mal'unni, bir endi Xitoyni bir kofirni sen payg'ambar avlodi deysan deb ularga esib olgan gap. Men bu mening fikrim, mush gapni demasa bo'ladigan gap asli. Boshqa gap bo'ldi. Buni umumiy shaklda tilga olaylik. Hamda bu yerda bir misol qilinib, o qarindishimizning ismi tilga olinib qoldi. Men studiyoningki nimasi bo'yicha albatta buni u Quzat Altay desin, mayli boshqa bir ulamo desin, mayli boshqa bir kishi desin, bu agar bu shaklda deyilgan bo'lsa butunlay xato meningki shaxsiy fikrim bo'yicha. Biz bunga qarshi chiqamiz, chunki bu yerda islomda nasab deydigan narsa bor. Undan keyin bu yerda zodi Nuriy akamning da'vatgan masalasi mu? Ilqi Qur'oni Karimda bir oyat bor. Masalan la taquf fa inna ma laysa laka bihi ilm deb bir oyat bor. La taquf deydi, to'xtalma deydi. U masala ustida to'xtalma, sen o ishni bilmasang deydi. O ishni bilmagan bo'lsang, sen o masala ustida uning gapini qilmag'in va uning agashma debchi masalan. Buningdan hozir bir narsa jamiyatda yoyildi, yeyilyotdi. Men hammani bilaman deyish masalasi shu. Bu men hammani bilaman masalasi, masalan siyosatni bilaman, dinni bilaman, masalan ma'rifchilikni bilaman deb, chunki bu so'zlash insonning o'zining huquqi. Hammadam so'zlisi bo'ladi. Ammo hammadam la taquf, ya'ni to'xtayolmaydi o'zi bilmagan masala ustida. Masalan islomda nasab deb bir narsa bor. Bu masalani balkim Quzat Altay qarindishimiz bilan o'zaro ya ishkironning keyinda yoki ishkiron chiqishni xolis chiroyli tushuncha bas bo'ldi. Nima uchun bu yerda Abduvali Ayub bilan nimani
Ali Ali Ekber Ekber Damallacimni biz ikkiranғы çıqardık desanglar Allah üstümde. Bunun keyindan bulap ketayotgan bölünüşlerini görüp, inkaslarını görüp men bunu ikkiranғы chiqarish orqali bu ishni tugatayli dedim. Mening qalbim bu. Buni meni kishilar nurg'unlar xato tushungan bo'ldi. Nemishqa bularni chiqarisizlar u bu deb. Mening qalbim ashkela ikkiranғы chiqib ochiq davatsa kasalni yoshulmay biz chiroyli bu yerda nim qilishimizmi deb Ali Ekber Damullajim bilan ko'rishdim. Nim bilan ko'rishdim, ko'rishib qarindoshlar biz millatga chiroyli bir bishorat beraylikki bizning ittifoqligimizni bilsin. Mapishni basat tuguson deyishdik. Ikkirandan keyinda bo'ladi deyishdik. Kuchlaylar. Bo'ldi millatga chiroyli shu Luqmanjon ma'lum qilgan ishni biz ikkirandan keyinda qilib bo'lgandik, ammo nim bo'ldi? Ashaga bir shayton kirib o munozara yaxshi natijalanmay qoldi, ammo ertasi yana yaxshi natijalendi. Xo'sh. Endi hozir mayli Quzat Altay bo'lsin. So'zni men Nur akamga beraman hozir. Quzat Altay bo'lsin. Mayli bizningki bu boshqa yoshlarmi chiqyotdi masalan. Her tarafdan so'zlayotganlar bor. Ma Finlandiyadan Qalmurat bor va boshqa masalan ma yangi bir qarindishimiz so'zlab chiqyotdi. Hidoyat Arslan, ma Adil Mijit qarindishimizningki kuyog'li. Hammalar so'zlayotdi, ammo meningmi bir shaxsiy fikrim, ilaqi bilmaydigan narsalarni yoki shu yerda uni biroz tadqiq qilib, biroz o'rganib so'zlasa tahim yaxshi bo'ldi, ezib ketmaydi. Men hammani bilaman, masalasida chiqib qolgandikanlar bu bizni nurg'un xatoliklarga duch keltirdi. Uning uchun Olimjonninki men bu fikrini umuman shaklda quvvatlayman, ammo Quzat Altay qarindishimizni inshaalloh men yaxshi ko'ramiz. Balkim insonlikda xato og'izdan chiqib ketishim bizlar xatoga qilib tashlaymiz. O jihatda kechirib etsak, jidalni inshaalloh butun qarindoshlarga inkos yezib emas, shu Quzatning o'zi bilan ko'rishib Yılıq keyinde jiq gaplar qilib shu tashviqotimiz buningda bek buzilib ketayotdi. Buning uchun programma qilyapmiz. Shunga buni men qarindoshlarga tavsiya qilaman. Nur aka so'z sizda. Naq bay abim degandek bo'ldi. Bu Olimjonniki bu misol qilib Quzatni o'tirib chiqardi. Men u Quzatning nemisini olmabdiman. Men bu dindan hech qanday bir sabab yo'q. Shunga din to'g'riliq hech qanday gap qilmayman, ham aralashmayman shu. Hamda mesela Quzatning qilgani balki u bilgan to dindan o'qigan sabab to'g'ri bo'lsa-mu, bugungi jamiyatimizda zarurat yo'q, ortiqcha bir gapda u. Onu degandikin jamiyatimizda uni to'g'ri qabul qilinmaydigan insonlar ichida bunday ixtilof paydo bo'lib, jamoatda o'lg'ul paydo qildi. Masalan, uni men o'qimayman, to'g'ri xatoligini uni olimlar, dinlarlar o'zburdi. To'g'ri bo'lganda bugun bizning bu siyosiy davorimizda, bizning bu erkimizda o gapning hech zarurati yo'q. Jamiyat taqashning. Bay ben deganimdek shunaqa Facebookda bu yerda nomi va cho'lponlar, ustarlar gap qilgan birini yo'llaganda diqqat qilmasa jamoatni manfaatdan soladi, o'tirib bo'linish, ixtilof, ya'ni bizning zihnimizni ash munozir tortib qo'ydida, hamma ish qildigandan men hozir balkim Quzatning ashdan keyindan balkim 1-2 yozishib ketganda balkim. Uni uqmayman. Yani ya davomli shularlar, yani aksi ham yozish qo'ydi, yani biz chiqdi. Shuni buning xotim berib, hozir keskin shaklda nima ish qilamiz, nima qila olamiz? Qanday ish qilish kerak, manda tashviqotga yetaklash kerak tashviqotni. Mishal sizlarga somut bir savol so'rayman, nihoyatda ochiq bir savol. Bu biroz qo'polroq anglanishi mumkin. Ziyolilar yoki rahbar siyosiylar yoki bugun nima ish bo'lsin xizmat qilaman deb o'tirg'i chiqqanlar, dinda o'qinmagan bir shaklda diniy masalalarni haddidan ziyoda maydonga chiqishi so'zlarda yoki buni so'zlashi hamda fikrni beralaydi, albatta bir da'vat qila oladi kishilarni yaxshi yo'lga mengin u bu deb. Ammo biroz inchikilab mayli fatvo qismiga ko'rsin, mayli hozirgidek nihoyat inchikka so'zlar bu. Bizmi payg'ambarning avlodi deyish bu yerda islomdagi nasab tadqiqoti va bu yerda nasab ilmi deb ilm bor bu yerda. O Rasulullohning o davrdagi Rasululloh kimga tutashgan, 40 necha avlodini surishti qilgan, bir umr Rasulullohning nasibini surishti qilgan olimlar va bugungacha Rasulullohdan kelgan nasabni surishti qilayotgan nurg'un kishilar bor-ku bu yerda. Bu bir ilm, bu bir inchki masala. Bundaq masalalar kirish to'g'rimi? Ziyoli xato, men dedim o xato. Yani men o yüzü to'g'rilib, uni bilib, uni oxir natijasini chiqargan bo'lsa-mu, bugun bizning bu davorimiz hech foydasi yo'q. Biz Uyg'urlar hech bir qachon mazza talashmadik, biz payg'ambarning avlodi bilan talashmadik. Agar biz shuni Uyg'urlar talashayotgan bo'lsak ekan, Xitoy inkor qilgan bo'lsa ekan, bu yo'q, bular payg'ambarning avlodi degan bo'lsa ekan,
Biz bunu o'ttirib chiqarsak bo'ldi. Uyg'urlar payg'ambar avlod. Hozir biz o'tirib unda bir talash tortish yo'q, biz zaruriyati yo'q bir gapni qo'shib qo'yib ba'zan mana men hukmatim hozir bu yoshlar o'tirsa balkim talash tortish bo'ladi. Uni ham din o'qiganlar biroz norozi bo'ladi. Shuningdek o'tirdi ixtilof paydo bo'ldi. Bu zaruriyati yo'q bir narsada bu. Yani bundan keyin nima uchun bu savolni so'radim desam, bundan keyin ziyolilar va rahbarlar, siyosiylar bundan biroz diqqat qilish lozim ya. Hammalar diqqat qilishimiz kerak. Hatta nimadan mesela ziyolilar degan adam chet elga bor tashkilot bo'lsa, hamma tashkilotlarda o'zida bir diniy soatdagi odamlar borchi birdan. Shular javob bersa bo'ldi. O'zining bilgan doirasida din to'g'riligiga kirib qolsa. Qolganlari og'zini yumtish kerak, gitmaslik kerak. Chunki bir gapda bir qaltaq yomon ketib qolsak, bu din degan yomon nozik. Uninga ergash kuchlar bor, shunlar ko'ngli nozik birdan bilan ixtilof paydo qilib qo'ymiz-ku bu. Shunda unaga gap qilmagan yaxshi. Agar zarur bu gap qilg'ayri kelganda shu aqlli odamlar gap qilsin. Luqmanjon ma'lum, siz bunaga biroz keskinroq javob bering. Masalan, men shu rasman tarixdan so'zlab ketsam hozir. Men bir tarixchi emas. Siz qaytilamsiz? Yo'q. Qaytilmaysiz. Undaqda bir dindar bo'lmagan, masalan Abdulla Ayubning burun yozgan u qarindishimizni men hurmatlayman. Uningda hech qanday bir aramizda bir masala yo'q. Misol turkchada tashbihda xato bo'lmas deb qo'ydi ekan, bu bir o'xshatish misol. Bir qancha diniy masalalarni tilga olib turib yozgan maqolalar bor, yo'q emas. Bo'lganlik uchun burunmi bir g'avg'o o'tirg'i chiqqan, keyin chiroyli besiqib qolgan. U vaqtida Facebook, WhatsApp toz taraqqiy qilmagan vaqt o'g'achqa Misrdagi o'quvchilarni ziyorat qilgan maqolasi u qadar bir cho'ngiyib ketmagan endi. Ya'ni hozirgidek tashviqotlar bakcha qo'yib ketmagan. Hamda hozir bir odam kichikkina "ho" deb qo'ysimi, uning ovozi yana bir dunyoga yetadigan bo'lib ketdi. Hozir kichikkina bir nim qilib qo'ysimi, butun dunyo purab ketadigan bo'lib ketdi-ku u nima. Shunga hozir taxmi diqqat qilishga tegishli bo'lib ketdi. Ya'ni bu masalada siz endi menga xato dedingiz, jamiyatdagi ziyolilarga nima deysiz? Yoki liderlar, masalan, bizning liderlarimizmi deb chiqdi ya buni? Bizning liderlarimizdanmi ma'lum kishilar chiqiblam, "Ani sen yog'liq atib olding, meni bishmi qilding" deb chiqib beka ishshak qavg'a o'ynadik bu yerda. Ya'ni to'g'ri. Bularga bir gap nima deysiz? Ya'ni u tabiiyki hamda hamma narsani o'zining sohasidagilar qilish kerak. Bu din masalasi. Bu Alloh taolo tarafidan kelgan ilm, bu bizningki ma'digan o'zimizning yo'lini qaysi tarafdan boshlab ma'ashimiz kerak, qanday ma'ashimiz kerak degan temalarda bo'ladi. Chunki bunda bo'lgan vaqtida bizga bu Qur'oni Karim va diniy olimlar shu payg'ambarning varisi bo'ldi. Diniy olimlarimiz bizga shu yo'l boshi bo'lib menyapti. Dinninki qaysi tarafini menish kerak, qanday degan gaplar to'g'riliq. Buningdan aytiz Voyam Nurikam degandek to'limi zil. Shunlashqa buni kelgan vaqtida qat'iy shu o'zininki sohasi bo'lmagan yoki bo'lmasa o'zi bilmaydigan sohalarda ozgina qo'shimcha materiallardan ko'rish orqali buningda o'zininki hissi tuyg'usini bunda qism bo'ldi ekan, bu nim bo'lmoqchi degandek ilaqa tuyg'u bilan bo'lib qolsa bu qat'iy bo'lmaydi. Ko'nlarning bir gapi bor, qushqa so'ysin, muqassab so'ysin deydigan. Hamma ishni o'zining ahli qilish kerak. Hozir qushqashni boshqalar so'yib qo'yayotganlar bor bo'lganlik uchun albatta buni biz tanqid qilishimiz kerak. Bu yerda cho'qim bir odamni bu yerda masala shaxsni tanqid qilish emas, ammo jamiyatga yaratayotgan qimmatda xatolik o'tkazgan bo'lsa, butun musulmonlarning yoki har qanday bir insonning, har qanday bir millatning uni tanqid qilish huquqi bo'ladi. Buning uchun buni albatta nihoyat yaxshi bir fikr o'tirib chiqdi bugun. Ya'ni bu suhbat jarayonida buni deyishmaydik, ammo yaxshi bir fikr bu. Ya'ni rahbarlar, siyosiylar, akademik ziyolilar, mayli dindorlar o'zida bo'lmagan kasblarda bek chunqurlab kirib, inchki masalalarda xatolik o'tkazib qilishdan saqlanish kerak deb to'liqlasak bo'lamdi. Buni qaytib qo'yadigan so'zingni bo'lsa, ikkinchi bir masalaga o'tib ketamiz. Qo'shilamiz deb. Men qarshi fikr qilinglar, ya'ni men qarshi fikr qilgan odamni bek yaxshi ko'raman.
Bugün Ya alıp siz bizden fikrimiz yığınca kaldınız o kanda kaç fikir özümde gözümüz. üstümüz Özümüz yüzümüz karışık kelib kalmıyor. karışmasın. Yani, ma gepingni xato debdi. Masalan, biz mushu tanqidga ichilish masalasini bizda ig'ir ekan masalan. Buni shunga o'zimdan tortib o'rgansak yaxshi deyman-ku. Bizni kishilar tanqid qilsa, biz chiroyli to'g'ri yerni qabul qilsak. Chunki bu yerda Quzatning gapi chiqib qoldi. Mayli Abdulla Ayub bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, Ali Akbar Damullojin bo'lsin. Bu yerda cho'qim xato qilgan bo'lsa, bular belki mening xatodir degan narsani hammaylar o'rganishimiz kerak deb o'ylayman inshaalloh. Olimjon o'zlari bormi fikrin oldida? Xo'sh, men yaxshi anglayapman. Men mening fikrimga o'xshash. Men shu qo'shilaman. Hem de aşım bir fakat misal olap hem de o Kuzat Altay'ın sözlep ötkününü bir yer misal kılıp verdik. Ama Nuri Musaba Efendi'nin de ötkü etkendek aslında şu torbetlerde mesela şu WhatsApp başkuruvatkan kerindaşlarımız bunu bilaleydi şu. Nemisiz mesela menbesi olmagan, özünün resmini, özünün kimlikini aşkarlayamagan ve enendikin bana bu şunda mücmel bolgan, menbesi inik bolmagan bazı narsalarni yollaş arkalıp şu buzgunçılık kılavatkanlarını menimce çekleş gerek toptunçu. Bulan çekleş gerek. Enendeki yana bir türü var. Eğer mesela iki cümle kıstırıp ötüp giteyim. Elbette hazır buluvatkan biri özümüzün reallıkını, enendeki nadir dünya vaziyetini ve dünyadaki reallık mağdur 101 vatkan işlerini tolup düşünüp gitip olan vay. Muş ikisinin ortası da elip verilevatkan bazı faaliyetler nispeten hata bir nime bilen düşünüş bilen imkaz kaldırıvatkanlar mı bağışıyor? Bunların belki köngülü yakşı. Belki özü toluk belki şu meselenin mahiyetini toluk düşünüp olanmadı. Bulanı ise yitekle bağlı oldu. Körüşüp bulanı sohbetleşip belki kıyılı oldu. Ama elbette bir yerde bugünkü şu sohbetin asaslık temisi olan sualının maksidi olan bu şu buzgunçılık kılıvatkanlar va bulanı benim çekleş gerek. Allah razı olsun. Şunun için bugünkü programda bizningki nimamizga asosan Uyg'ur qarindoshlik studiyasi buningdan keyingi suhbatlarda ba'zi masalalarda amaliy qadam etib mangdi deb Luqmonjon ma'lum bilan biz ikkiran aqisda biroz bugun biz bu ikkiranda xalqimiz uchun nima ish qilib beraylik degan masalada ya'ni tashviqotimizni radga silish masalasida bir guruh hosil qilishni o'ylashdik. Luqmonjon ma'lum abay siz biroz yana diqqat bilan yaqinlashdingiz masalaga. Biroz konkretroq yani biz ma ishni qilamiz tashviqotimiz uchun deb mandaroq bir o'tirib qo'yib bersangiz qanday bo'ladi sizni bu urushdan chek so'rab bekirlandi. Bo'lmasa o'zingiz kirmaydiganda qilasiz. Bo'ldi. Hozirgi mushu xil ahvolda biz mushu yenilam uqishmasliklar yuz berayotgan bir ahvol ostida biz har qanday o'zimizning ideyasiga uyg'un kelmagan, ideyamizga to'g'ri kelmagan har qanday bir kollektiv yoki bo'lmasa har qanday bir shaxsni eng tiz beshidan yodimizga kelgan bir so'z Xitoyning odami yoki Xitoyning g'altisi deganga o'xshash mushundaq bir gaplar bilan hech bo'lmasa normal bir odamlarmi yoki mushundaq bir nimaga uchrab qilyotdi. Bunda bu ahvol ostida biz mushu tashviqotninki mushu safligiga alohida diqqat qilishimiz va undan boshqa mushu kishilarning zodi qanday odamlar zodi nima ish qildi bu xil ahvol ostida mushundaq bir shubhali kishilarning o'zini bir aniqlab chiqish uchun biz mushu yoshlardan tashkillangan bir guruh boshqalarga zulm bo'lib qolgan, boshqalarga bir tuhmat chaplanib qolgan asosda mushularni bir aniqlash va yoki shunga o'xshash ras degandek Urumchida o'tirib Facebookga chiqib, mushada xalqimizga mushunda hujum qilayotgan kishilar bo'lib qolsa, darhol buni fakt holatda bir o'tirg'i chiqarish orqali mushundaq kishilarningki to'r tashviqoti orqali bizningki shaxsiy turmushimizga buzg'unchilik qilish, to'r hujumga buzg'unchilik qilishning oldini olaymiz deb o'ylayman. Shuningga agar imkoniyat bo'lsa, mushuningda tajalli ustoz va boshqa mushundaq ijtimoiy aloqa vositalari bilan aktiv muomala qilayotgan qarindoshlarimizni taklif qilaman. İmkaniyet bo'lsa, mushundaq bir guruh bo'lsa,
Buningdan keyin mushu tor tashviqotchilikdagi bizningga uchrayotgan hujumga taqobil tura oladigan bir aktiv bir kollektiv bo'lsa, buni bir davomlashtirib, buningdan keyingi tor sohalarida bir yeşil yo'l va boshqalarni mushundaq psixik jihatdan hujum uchiradigan ahvolning oldini olsak, jamiyatdagi hozir bo'layotgan fitna fasodlarni qadam-qadam tuvallaymiz va shunda bu vaqtida iliqi men sal hozir baldur kelib qoldi deydigan munozara uningdan keyin qilinsa tamoman bo'ladi inshaalloh. Chunki nima degan chog'da bir 2 ming odamni mishada ahmoq etayotgan bir 3-4 odam bo'lishi mumkin. Bunda kişilerin o't koyup kılış bilen bu adette ilmi münazara jang darajasiga ko'tarilib ketgan. Oldi bilen bayan ustozlar deganga o'xshash birinchidan mushu olimlarimiz mushu degan gaplarga nihoyat ilmiy bo'lish, xalq ko'tarilmaydigan ba'zi narsalarni fikr qildim deb xalqning tishiga tegadigan ishlar bo'lib qolmaslik, mushundaq qalaymaqan so'zlar deyilib qolmaslikni oldini olsa, uningdan boshqa shuningga o't quyruq qilib buni ko'tiradigan ozgina 3-4 kishilarni qandaqligini biz qo'limizdan kelishicha shuni aniqlab chiqib har ikki tarafdan diqqat qilsa bu ishlar asosan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Yani ben hozir so'zni Olimjonga berman, uning oldida bir jumla so'zni qistirib qo'ysam, agar Xitoy chet eldagi Uyg'urlarni qo'chib o'tish uchun, muhojirlarni qo'chib o'tish uchun ya Bejingda olsun, ya Ürümçide olsun, ya nerede olsun, vatanda 2 Uyg'urni bir ishxonaga kelib 2000 so'mdan 4000 so'm maosh berib, sen mushilaga o'tiraplam Facebookda xat yozib bersang bo'ladi desa, bütün Uyg'urni vayron qilib o'tishga, "Abay siz 3-4 odam dedingiz, men 2 ga tushirman o sonni." 2 odam bizni shu tashviqot butunlay fitnaga ichiga so'qib o'taydi. Shu darajada xatarlik. Çünkü biz onu his qilib olsak ve bundan keyin inşallah biraz Alimjonning so'zidan keyin men siz bilan bu yerda Nur ekanmi bor bir gruppa tashkillanib ketsa inshaalloh bugungi suhbatninki bu darajadagi maqsadiga yetgan bo'lamiz deb o'ylayman. Biraz so'zni sizga beraman. Alimjon, sizning so'zlaringizni anglab boqilib bu masalada. O sual nemete? Yani sual, yani biz bununla Xitoy bizga bu derecede teşvikatımızga ciddi. Yani bunu konkurs sözleşine ait yok. Zaten Facebook, WhatsApp hemen görüp duruvatımız. Bunda hücum kılıvatkan bo'lsa, biz bununla qandaq aniq bir tedbir qo'llanishimiz kerak. Yani Lokmanjon ma'lum degandek bir gruppa tashkillanib bununla bir buningdan keyin qadam tashlashni boshlashimiz kerakmi? Yani sizlar bununla bir katkıları, yani bununla bir essilari bormi? Lokmanjon ma'lumning fikriga qo'shilaman. Ashundaq bir guruh tashkillanib, mana shundaq buzg'unchilik qilayotgan, g'arazlik holda buzg'unchilik qilayotganlarni meningcha aniqlab, buni mushu mayli Facebookdan bo'lsin, mayli WhatsApp turli mushu hozirgi vatan sirtida omumlashgan uchur vositalardan meningcha biz buni pash qilishimiz, cheklashimiz kerak. Ama ben biraz evvel deb o'tib ketgandek, ba'zi xato tushunishga sabab bo'layotgan tashviqotni, masalan, ma'lum ziyolilarimiz uni o'ttirib tashlab qo'yib, uningga qarata tozalik, buning mohiyatini tushunib olmay, uning nima demoqchi bo'lganini tushunib olmay, bu o'ttirlikdan chiqqan ba'zi ishlarni tushunishmaslikni va bu tushunishmaslikni markaz qilgan ziddiyatlarni meningcha yana Abduli nima Lokmanjon ma'lum bunun o'lgi bo'lib berdi. O'zaro nimalashtirish, bu fikrlarni uchrashtirish. Anaqdagi mas qarindoshlik, Uyg'ur qarindoshlik studiyasi ilib borganga o'xshash. Mushu sohada, masalan, nima sohada bir talash tartishayotgan bo'lsa, xuddi Ali Akbar Qarajin bilan Abduli Ayib ilib chiqqandekchi, mushuni ekran oldiga chiqish orqali mushlarning o'ttirda mushu tushunishmaslikni keng ekran oldida hal qilinsa, bu meningcha hal bo'ladi. Biz buni qilib keta olamiz. Biz buni hamkorlashsak, ben gipimning beshidim dedim. Biz teşvikatımızı sistemlik, planlık, maqsadli qilmayotimiz. Ilk vaqtida hayajon karakterli, o'zimizning reallikdan eshib ketgan cho'ng temalarga kirib oldigan ishlar bor. Masalan, sizlarni bayan bir diniy misol bo'ldi, bir diniy tarafni misol qilganlar. Yani boshqa taraflarda mi bor masalan? Hozir biz qaysi ahvolda hozir dunyodagi bo'layotgan ishlar nereden nerga masalan bizning tashviqotimizda eng zaif bo'layotgan masala
Hazırki mesela Nuri Musabayev efendim özü turvatıdı Amerika'da ve bu muşu meseleler doğruluk meyli bizim pidayla ikranda olsun yaxşı sözlerdi. Dünyada bolayotgan işler yüzünde ne ketyapti? Bizning meselemiz nerede? Nima qilinishi kerak? Ma'nasi konkretni keng yer berilsa, anda narsa uşak bu gaplar bu yipilib qoladi. Hozir ta'tir bo'lyapti. Lokmanja ma'lum qanday qaraydi unutmayman. Ay 80%, 70% nima gap borda? Quruq gap bor. O'zaro talash tortish, yo'q narsalar, tashkilotning ichidagi narsalar nimaga ichib ketgan to'plar, WhatsApp'da yurgan. Uni tartishimiz. Nuri Musabayev efendim to'g'rimi xatomi? Bir tashkilotning ichidagi gaplarmi hozir siq chiqdik. Uni talash tortish qilayotgan. Yetmedi anandikin akademiyasiyalarni talash tortish qilayotgan. Fatvalarni talash tortish qilayotgan ayni ishlar bo'lyapti. Bular menimcha hal qiyqili bo'ladi. Men qo'shilaman Lokman Jamolovning taklifiga. Mesela aşı sizin hazır mesela teşkilat işi çıkıp koyuyor, bu taşlap koyuyor. Hatta bizim vaktimizni tutuş, bizim dikkatimizni çekiş, bizim özel birimiz paylaşıp duruşun maksatlı kılınıvatkan teşvikat. Yani birisi Lokmacan degandek tordagi bir iki adam turup onu şpiyon, turup bunu şpiyon, turup birisi adraq bir dəcəc qazınıb bir işini alıp gelip onu hain dep koyup rast hainlerini odap kılıvatıdı. Bayıp bak. Anı hain deve gidiyor. Millet rast hain bir şeyine alıp kalıdı. Nuri siz şu kamerani bir taqab bir içine sizinki qetib qapti. Bu Amerikan kamera ochiq bir taqab uningki içing chunki ekranda qetib qapti. Gipim chiqatamda? Gapingiz yaxshi Amerikaning. Gipim chiqib gipim deydi. Ha, tamam. Avvalki nemişka deganda hozir mesela bir Ürümçi'den bir çap degan maqtaning şpiyon desa qaqmi ishonmaydigan ek bo'lyapti-ku. Ha. Nim qilib men şpiyon desam, "Menga o'zini şpiyonga sarankanma" deydi. Ras şpiyon. Hozir bosh Xitoyning bosh tashviqoti yaxshi odamlar bizning beli qurlash, o'zining askar odamlarini qo'g'dab qo'yishga foydasi bo'ladi. Ajoyib o'yin o'tib bordi bizni. Biz back o'ldiryapti. Men o'chirib qaytib kiraman bulamda. Yo'q, kamerani taqaysiz, endi yana bir ochsiz. Shu kamerani nimasidan bossangiz bo'ldi. Shu. Xo'sh. Endi o'shaldi. Ha, okey. Yana bir masala Lokmanjon ma'lum. Bu ish kesilni yo'shirsang o'lim oshkori degan nimaga biroz o'xshab ketadi. Bu ish masalan Abdulla Ayib bilan Ali Akbar Damullojim kamni biz ishkironga keldik. Ekenmisakmi soat ishkirondan keyin bular zot qo'chilib ketdi-ku. Ham butun narsa ishkirondan keyin ya'ni ishkironga chiqmayotdi, ammo Facebook, WhatsApp, Twitter hammayat o'yinlanib ketyapti bu ish-chu. Asli u yerdan bo'lmagan bo'lsa edi, biz ishkironga ekilishning hech hojati yo'q. Masalan o meselelerni. Ama o şikayetlerini bek misal bileyemedik aşkına açık yapkamısın bolup hem demeyli de. Yok o şikayetlerini bek bunu tenkitke oçuk inşallah. Bo'ladi. Bundan olsun misalga ammayla xato tushunib qolmasa, ammo chunki bizning ko'nglimiz bek yaqin bo'lganligi uchun ular bilan ko'rishib turibmiz, ishkiran aqsida davomli telefonlashimiz, xat yozishimiz. Har kun asosan ko'rishib turibman. Shuning uchun qo'rqmay tilga elayverdim. Yani Lokmanjon ma'lum bu ishkiranning oyog'idagini qanday tugib, ishkiranga qo'y chiqmayli. Ishkiranning keyindagini qanday betaraf qilamiz. Bu masala bu. Shu Olimjon bu yerda deydi, bu kasalni oshkorlab andin tugatsak, ya'ni oshkorlash uni chiqib rasvo qilish emas, davolash, ya'ni doktorning kasalini kasal deb berishni. Shunda bir ish bo'lib qoldi shu bu yerda. Ham meningki buni ishkiranga ekilishimdagi asosiy sababmi umumiy emas asli. Ya'ni kasalni oshkorlab dori verish emas, faqat Uyg'ur xalqida o'xshamagan fikrdagilarning bir ishkiranda o'zining fikrini dadil o'tirib qo'yib, ya'ni chiroyliqcha do'stlashib programmani tugatishdan iborat bu Uyg'ur nemisninki ichilishi, fikrining Uyg'urlarning erkin fikr qilish. Xitoylar unimaydi-ku, kommunistlar hammalar o'xshash kommunizm bilan so'zlashimiz kerak. Kommunistdan boshqa qanday narsani deyishmasligimiz lozim. Chet el muhojirlarimi bir o'zining fikrini erkin ozodi deyarligidek darajada bir axloq, bir munozara nemis tashkilotlarimizmiki, ya'ni bundan yangi fikr chiqib qolamizmiki deb o'tirga akilaylik uni. Sizning buni qo'shib qo'ygan gapingiz bormi? Chunki men boshqa munozara o'tib ketamiz ham. Bo'ldi. Endi bu kasalni yushusi o'lim oshkora degandek bu endi hozirning o'zida
bu hozirgi to'rda bo'layotgan bu ishlarga mencha o'g'a vaqtida hech kim konkret holatda cho'qim mushunda qilsak manda chog'da mal ishni hal qilib mal tugatalaymiz deb aniq demaydi. Xo'sh. Chunki o'tgan haftada biz Ali Akbar Hajikam va Abduvali muallimlar bilan shunday nihoyat yaxshi paranglashib nima qilib qo'shlashgan bo'lsakmi, 2 kun o'tganda Abduvali muallim va Ali Akbar Hajikam ikkisi ayrim uchurda her ikkisiga yana til uzatishlarninki to'xtamayotganligini, her ikki tarafga shunday bir uchurlarning qiimi kelayotganligi haqida bir narsalarni berdi. Bu ahvol yana shunday biz yarashdik deb tursinmi, yana to'xtamayotgan bir ahvol bor. Shunday bo'lgan vaqtida mencha o'g'anda yana bir ahvol, agar bayan ikki ustozning degandek mushu eng muhim masala bo'lgan vatan davosi din mushu diqqatni burib o'tishdek shunday psixikalik hujum bo'layotgan vaqtning o'zida mencha o'g'an vaqtida buni davolashning yana bir usuli bularni to'rda yolg'iz qoldirish, yetim qoldirish, bularning gapiga e'tibor bermaslik. Mushu gaplarni chuqchilab emasdan tashlab ketish orqali unuttirishmi balkida bu bir yaxshi usul bo'lishi mumkin deyman. Nima deganda misolga, endi bu misolga shu Abdullayev bilan Ali Akbar Hajimni alayli. Mushunda gap qilgan vaqtida belki de Abduvali Ayub muallim şu temalarda kişiler kötürenmeydiğen şundak meselelerni dep saptı değil misalgamdı. Navada bunu itibarga ilinmay Ali Akbar Hajikam tarafidan bir nima qilingan bo'lsa, balki nurg'un kishilar diqqat qilmay unutilib ketadigan bir narsa bo'lishi mumkin edi. Nurg'un vaqtlarda diqqatimiz yana bizning vatan davosi taraf qarab mang'atdi. İşimizning jiqtida ishimizga ish qo'shildi bu yerda. Şunlaşqa ba'zi odamlarninki shundoq yoki savarlik tufaylidan deb solgan ba'zi ishlari o'tirg'a chiqib qolib qolsa, buni bo'lib qolsa ilm usulda o'ziga yuzturani deyish orqali bundaq hal qilsa, nurg'un kishilarning bu masalalarni qilishga balkim yodiga kelmaymi unutilib bu ilqi to'rdagi jidallar bu ozg'ina bo'lsinmi yengillaydi deb o'ylayman. Hazır biraz sizin fikirden hazır biraz içildim yani. Doğru etti Abdülhakim. Eğer aşı mesela yani şu Abdülhakim gibi kaldı. Abdülhakim yazgınlığa aşı ilacım cevap kaytılmayan olsa ya ki bu Abdülhakim'in ipini ilacım özününki grupta ya ki özünden bir oturgan cemaatiste münazır kim bakan olsa bu tim yoğunap gitmeydi. Biraz doğru. Eğer şunun aşağı olsa özlere telefon ya ki görüştürüp hata olup kaptı da depoyup lan İctimai alakada münazır kırmızsa bu tim yoğunmaydı. Bu rast aşı, ayaklık aşı. Yani adil bolaş. Bu her kılıçın çağrısı bu. Adil bolaş doğru gelse mesela ama mesela Abduvali Ayub efendinin kardeşimizden yazgan makalesi oturga çıkkanlığı için Ali Ekber Damallacım bir yerde rediye berdi. Hem rediye berişte belki vasıta hata bulup kalgan buluş mümkün ama bugünkü dünyada kişiler şu sözünü şu ikrandı kıldığında yüzlenip gidiyor dedi. Mesela makale yazsın bo'ldi yoki o'ziga telefon qilib nima qilsin bo'ldi, ammo bu bir qancha qatim takrorlanganlik uchun darhol chiqib radiya berdi. Shuning bilan ish biroz nima qilib ketib qoldi. Inshaalloh buni mishada tugasak bo'ladimi? Yana bu ishkelan bilan urushib qolmayli. Tugida urushsam sizga birdek tilab sizga xat yozmasam bo'ldi. Ya menga demaydi. Menga zodi bizni nima qildiganlar ko'p-ku, ammo biz ko'nib ketdik. Hozir bu yerdan fikr qilamiz, ishimiz pushilgan bo'lib ketdi hozir bizni. Oldu. Bu tim bence ben tugidi. Naq mishaga akeldi Luqmanjon. Yani ben sizden bir sual sormak istedim Nurika. Bugünkü namoyish hareketimiz yoki Amerikancha bir fikr moda bo'ladi hozir. Amerikan fikri. Yani namoyishga nisbatan umuman xalqning biroz hareketi merkezlashyapti. Ama yeni ideya, yeni hareket, yeni fikir. Mesela ötkende Uygur yani milliy armiya qurish masalasi o'tirg'i chiqib bu nima qilib ketib qoldi. Undan keyin men bir qancha shaxslar bilan aloqalashdim. Xitoy shunda qo'rqdiki bu fikrdan. Xitoyning shunda qo'rqib ketdi. Bu vahim masalasi o'tirg'i chiqdi. Andan keyin milliy armiya qurish masalasi o'tirg'i chiqdi. Xitoy qo'rqib ketib, hatto
ba'zi davlatlarda ba'zi shaxslarimizga tahdid silliqliq. Sen bu gapni qilmaysan debchi. Buni biz bu ikkilarni ochiq demaymiz, chunki u qarindoshlarimiz yandan tahdid ostida bo'lganligi uchun. Masalan, milliy armiya qurish. Hammaylarning butun asyadi bugun namoyishga bog'lanib, Amerika bizni bununla yo'llantiryapti yoki bu bir savol. Ikkinchisi, namoyishga bog'lanib, yangicha fikr qiladigan, yangicha harakat qilishimizga bu yerda bir umuman xalqninki fikri, yo'linishi, harakati, vaqti uningga ketib qilib boshqa ish qilolmaydigan shakl qarab ketayotganligimiz aniqmi bu yerda? Buningga nima deysiz? Ya'ni cho'qim hammalar namoyishlar qilib boshqa ishlarni tashlab qo'yishimiz kerakmi? Boshqa ishlar yo'qmi bu millatda? Ya'ni buning oyig'ini bugun bu so'rinda Lo'qmanjon bilan bu Olimjon qarindishimizmi bor? Bir narsa qurish bilan bu yerda oyoqlashtirishimiz mumkin yani. Armiya quramdi qo'shadi uchimizlar. Yo'q, mana bir guruhga qurishimiz mencha mumkin. Chunki biz bu yerda qurib etmasak, aytgan unutib qolamiz. Lo'qmanjon ma'lum. Ya'ni balkim siz buning yana diqqat bilan yiqilasiz, ammo shuna bo'lsa-mu. Chunki belki shu mas'ullar javob ilayotgandan keyin bu yerda bizning bir guruhimiz qurilishi mumkin. Ya'ni shu tashviqotni isloh qiladigan Lo'qmanjon ma'lum yoshlar guruhi dedi. Mencha muhojirlar yoshlar degan gapni bir cho'nglam qaytilsa deb o'ylayman buningga. Cho'nglam qaytilsa deb o'ylayman. Bir guruhimiz bo'lsa, tashviqotimizni isloh qilishga bir tirishib baqsaq degan umiddaman bu. Ya'ni tashviqotni, ya'ni Olimjondagi studiyalar bilan ko'rishimiz. Masalan, Dunyo qurultayining televiziyasi bilan bugun qatnashmoqchi nima Farad Muhammad efendim, ama bugün ciddi ağrıp kaldı. Abayım avazları çıkmaya kaptı iken zaten. Telefonda sözleştik. Rastlılla ağrıp kalıp katlaşamaya kaldı. Buna bir somut kadem taşlayır demekçi ben. Aval sınırının cevaplarını anlayıp bakılı. Yani Amerika meselesi bütün Uygurlarning diqqatini tortyapti ve uzundan bir deyilip kelyapti. Bu qanchalik foydali bizga? İkincisi şu namoyishdan boshqa ishimizni boshlashimiz kerakmi, kerak emasmi Uygurlar? Hem de adı namoyish degan vaqtida Uygurlar adı namoyishning eng cho'ng pallasiga chiqib bo'ldi. Turkiyadagi namoyish bu bek cho'ng hamda Yevropada bir Uygurlarning 2-3 ming, masalan 5 ming kishi namoyishida qanchadan kelganini o'qimaymiz. Ming bir boshqa odamning Yevropa birligi jannaga yig'moq o'zi cho'ng gap. Ham bu namoyish kimi mingga bormadi, 200 odam keldi, lekin muhim ahamiyatga, muhim bir ta'sir qilgandek bir namoyish bo'ldi bu 6 aprel namoyish. Yani namoyish qilib pallik yetkizdik. Hozir namoyish qilib, yig'lab, torlarda, tillarda duolik berib bu dardimizni ongtiga yangish ongib oldi. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qo'lga kirib oldi, tizim kirib oldi. Amerikaning Kongresi, muavin prezident, tashqi ishlar ministri ko'rishdiganlar ko'chib oldi. Hammasi bir bo'ldi. Endi masalani hal qilish uchun bulardan bizning namoyish qilishimiz, bularga ko'rishimizga maqsad ularning yordamini olish. Ularning yordami nima? Axbirat chiqib bir şeyga so'zlab qo'yish emas, Xitoyga qarshi bir inkas qaytirish. O inkas diplomatik, siyosiy, iqtisodiy bo'lmaganda harbiy. Bu to'rt yordamni talab qilib, bularni oldiga beryapmiz. Ammo bularning hech qaysidan bizga bir yig'iz bir yordam to'g'ri gap qilib, faqat nut so'zlab qo'ydi, ammo konkret yordam yo'q. Ammo yaxshi yeri yaqinda 45 Amerikaning kongresi xat yozib Çambo hükümetine Uygurlar meselesinde bir konkret bir hareket kılıcı talep tuttu. İnşallah eğer Çambo hükümeti bir kadem bir sıkasa yaxşı hem de bunu Allah ümit yaşayımız değil mi? Bu mesele. Hadi şunu itiraf kısmımız gerek ki bizden meselemizde birinci Allah, ikinci bu yer şarda Xitay'a toxta devletken bir devlet Amerika. Başka devletler Xitay'ın aldığı tik turup karayanmaydı, bizim diyenmeydi. O Türkiye değil, Türkiye'nin özünün şu kundak derdi var, bir kembeğer bir devlet, işte uşakçı ciddi var. Tətirisi gibi Amerikalılar özü karışıp kaldı, Avrupalılar karışıp kaldı. Avrupa devletler özünün gemler ula cidden. Adı yer özüde birden bir Xitay'a toxta dep yapılı alaydıgan, iqtisadi cihetten olsun, diplomatik cihetten olsun, vaktiken harbiy cihetten olsun, Xitay'a toxta deyiladigan devlet Amerika. Yani Amerika qaratmalıqını hazırca modadan qaldırmaylı, hazırca bu şekilde meneyversin demekçi misiniz? Evet, doğru durum. Bu meneyversin. Hazır bu
Amerika şunu Amerika'ni qo'zg'atish kerak. Amerika'ni endi gap qilishdan harakat qilish o'tkazish kerak. Buni uchun endi namoyishni qilib bo'ldi. Hozir faoliyatchilarimiz yaxshi, hozir tashkilotlarimiz yaxshi. Amerika bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi, ko'rishyapti, yaxshi. Masalan, shaxsiy faoliyatchilar hozir shamsha so'zlab, hatto yuqori darajada o'rinlar ko'rsatib, amdilik masala ular bilan ko'rishganda konkret bir harakat qilish talabini qo'yish kerak ekan, tushundingmi? Hozir yig'ilganning dadi shu, hozir yig'ilgan tutmaydi. Hozir bizning Uyg'urimiz agar Amerika tez orada harakat qilsa, Xitoyni jim turmaydi-da, u o'zining siyosati, o'zining planini qilmoqda. Yizi ma'lumotni qut bir qilib yutib bordi hozir. Buni ko'rib turibmiz. Agar bir Amerikadan bir jiddiy harakat qilmasa bo'lmaydi. Bu harakat qanday qildi degan Amerika qilmaydi. Ya'ni shu bizni Uyg'urni o'zimizni yig'ib, o'zimizni harakatlantirib, bizga bir motor bekchar qilib bizlar qildi. U degan siz degan armiya. Bo'lmaydi kelganda. Chunki Amerika bir xil o'zining kuchlari bo'lmaydi. Diplomatik shakldan deydi, iqtisodga kelganda aldirmaydi. Chunki iqtisod taqishib qolganda o muhim narsa. Chunki Amerika bir kapitalist davlat iqtisodiyotdan ziyon tortib qolsa, tez bo'lmaydi. O'zining siyosatini to'g'rilab qiladi. Ammo uni yana Uyg'urning dardini bu Uyg'ur bizni soladi. Bizni sağganı qanday saldı? Keç yığıldı, namoyish qilmaydi. Chunki Xitoy bizning yig'ilishimizni namoyishni anglamagandan keyin Xitoyga qarshi uningga bir zarb beradigan bir qo'shin tayyorlash kerak. Bu qo'shin bizdan bo'ladi. Bu sizga armiya shuni qurdigan yerga endi kap qoldi. Amerikaga shuni biroz bizning ig'zimizdan chiqish kerak va buni biroz o'tirib tashlash kerak demoqchisiz. Men uning Amerika buni keyingidan davrish kerak. Ko'rishganligida ko'rishgan yerda bana degende bazıları dijitallar qo'rqadi demaydi, ehtiyot qiladi. Ammo Amerika degende hozir ya biz gibi qo'rqaydigan bir yeri bormi bu masalaninki Uyg'ur milliy armiyasini qurishda Amerika bilan birlashma qo'rqaydigan yermi bormi? Qo'rqaydigan bizning bu armiya nerede qurimiz deydi, pul nerede deydi, o'rin nerede deydi. Yo'q, mesela o gapni shular bilan deyishadigan gap-ku. Mesela Amerika bu gapni desak, Amerika bizni bunda qilishi mumkin deydigan qo'rqinchi bormi, yo'qmi? Onu ben o adamların koskilgetini bilemeyim ama Amerika'ya onu degen Amerika kaçan diyor. Hatta sen hata gel kıldığında ceza alamaydı. Amerika sen ya baldır deydi, ya ki mümkün emez deydi, ya ki o iş bakayım deydi, iş yapmış kısım deydi. Çünkü Amerika mı Xitay'la karşılaşan bir devlet boğan diken özünün menfaatini kovdaş, Xitay'ını acizlaştırış için bütün kolunduğun çağrılarını kullandı. Onun aldığımız orada kilovatkan Amerika'nın Xitay'a karşı oynanan yakış kozlarlarından birisi biz Uygur. Hadi biz Uygurlar Amerika'ya yağdır. Özümüzü pedagojik tayya çünkü kardeşini kurtuluş için biz candan emrini keşmişsek kıldıramayız. Bunda vaxtda Amerika bizge gözü açıldı, kuşakını açıldı. Hem bu ne şu Amerika'nın şu mühim orluğa değdiği yerine değerleydiğin bir adam buluş gerek. Şular ne otamdı, dima otamdı, okumayız. Şu vaxtda eğer armiya kuruluş, bu armiya kuruluşken bir şereflik, en mühim bugünkü en müşakkatli bir iş. Ama bunu şunda bir devletin koluşuyla bulmasa kuramayız. Onu kurganda eğer Amerika'nın koluşuyla kurup kalsak o da aynı bakta işimi ongulat diye ben şunda ümitte. Allah razı olsun. Birazdan kesildim. Amerika'da kılıdığın namayişten başka bir somut hareket yani milli armiya kuruş degenge o'xshab ketadigan bir narsa bormi deb savol so'rayman. Onun javobini oldim birazdan keyin ama. Olimjonning bu to'g'risida fikrini anglab bo'lib, Lo'qmanjon bilan guruh qurish masalasi to'g'risida paranglashamiz. Olimjon sizning ya'ni namoyishdan boshqa Uyg'urlar, muhojirlar biroz boshqa xil shakldagi harakatga o'tash masalasida fikrlar bormi anglab boqing. Ko'p rahmat. Yuqorida ham Nuriy Musaboyev efendim nayt yaxshi tushuntirib o'tdi. Albatta hozirgi vaziyat xalqimizningki vatan ichida tortayotgan ya'ni zulm, azob oqibatlari bizni ta'xirsiz holda bir jiddiy bir o'ylanish, hatto hayotimiz bedeliga bir kurash qilishga bizni ihtirayotganligi, talab qilayotganligi bu bir aniq. Ama biz başta hozirgi o'zimizning reallik bilan bu dünyadaki hozirgi şu siyosiy va iqtisodiy jihatdagi yangi o'zgarish, bu o'zgarishning ichida Uyg'urning manfaatini nerede bo'ladiganligi o'rnini tasavvur qilishimiz bu bek muhim bir masala. Endi hozir haligi men albatta xuddi hozir gapimning bir şey deb o'tib ketgandek hatto hayotimiz bedeliga deb turib dedim. Yani elbette o vakti kelgan vaqtida o milliy armiya quriladi. Ama bizning Uyghur meselesi, Sharqi Turkistonning ozodlik meselesi
Başta bu bir kanunileşi kerak bu xalqaro dünya çoğ devletlerinde xalqaro kun tartibçi bu. Masalan Tibet bizden buningdan ait ko'p ilgirlab ketdi. Tibetni biz Tibet yani azadlık hareketi bilan biz paralel onu nima qilib mang'anmadik. Endi albatta buning bu bir çoğ tema, bunu yaysak yeyilaveradi. Hüseyin Tecelli efendim. Hoş. Bu ayrım bir tema aslında. Anlatalım. Azdır birinci kız gibi onu anlayamadı işler gibi bunu da. Ben aşı çünkü sizden hazır koygan fikriniz karta davet etme. Bu army kuruluştan burun bu Amerika, to'g'ri Amerikanınki bizning takdirimizdagi tutgan o'rni to'g'riliq bergan baholarımızga tamamen qo'shilaman. Ama Amerikadagi bir kuchli davlatning, shu davlatningki tashqi siyosatida Xitoy bilan bo'lgan tashqi siyosatida Uyg'ur masalasi rasmiy qonunlash kerak. Amerikanın kun tartibiga bu tashqi siyosatdagi kun tartibiga kirish kerak. Bu kirgandan keyin bu bo'ladigan oladigan qadamlar bu. Biz bu narsalarni qilishimiz uchun bayan Hüseyin Tecelli efendim nayt yaxshi dedi. Namoyishdan boshqa nima ish qila olamiz deb. Masalan, biz mush guvohlik berish masalasida Yaponiyadan Abdurrahman Hasan qarindishimiz ve aşınınga paralel yana başka muşu to'g'riliq mesela bizim İstanbul'daki İstiklal TV'ninki elip borayotgan faoliyatlari var. Muşu guvohlik berish ishini biz en az 100 ming kishi, xuddi biz imzoni qandak hozir 110 mingdan imzo to'plandi bu Salih Xudoyor boshchiligida Amerika kongressiga berdik. Bizde hozir 100 ming kishining arxivi bormi? Hozir 5 milyon 6 milyon odam jazo lagerida davatimiz. Biz başta dunyoga bu Xitoyninki bir yani nima desak bo'ladi, bir qora bir jinoyatchi bir hokimiyat ekanligini, Xitoyning qilayotgan qilmishlarini biz ilmiy, amaliy bir şekilde isbotlaydigan birdan bir yo'limiz ham bu tariximi bir yazıladigan bir hareket. Bu guvohlik berishini keng qanot yaydirish kerak. Buni başta Amerikada shu doktorlarimiz, Amerikadagi shu nopozliq kishilarimiz buningga yo'l boshlab turish kerak. Masalan, Rabia Qodir xonim oilasiniki guvohlik nimasini berdi. Yana ashunga o'xshash boshqalarni berish kerak ingliz tilida va o'zi turayotgan davlatning tilida ham Uyg'ur tilida bu berilish kerak. Mushunga o'xshagan taqa biz qiladigan bu mush xalq harakati deb turib elib boradigan nurg'un faoliyatlar bor. Şuna mening Nuriy Musabayev efendim deydigan gapim bu armiyaning oldida da'vo cho'qim qonunlash kerak. Bu Amerikaning yuqori nima o'rinlarda bu masalamiz nima ko'rsatib ketish kerak. Ammo yanlam buni qildigani biz shu. Albatta buni qildigani. Manda oldidagi javob beraylik. Hozir 100 ming odam to'plamasangizmi, 10 ming odamning o'lib turib kirganmi insoniyat tarixidagi bir jinoyat. Ötkende bir dedim 5 milyon, 2 milyon, 2 milyon, 3 milyon olsun, 1000 adam olsun bu benim gitmez, bu Birleşken Devletler'de bir hanım dediği gibi. 1000 adamın türmekip ölüşümü bu insaniyeti karakter, bu genosid'a mağdur. Hazır Amerika'nınki Taşkı İşler Ministri, muavin prezidenti, PDT'deki vekili, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın adamları hemmisi 1 milyonla 2 milyon halk lagerda dep buldu. Bunun bizden guvalık toplaşımızdan, bizden sansibir çıkışımızdan ve zörük kaldı. Çünkü ular da yeterli sansibir, ular da paket var. Ular bizden yaxşı baktan yapılan, ya ki bizdekini çıkıp öz deyip çıkıp oldu. Hazır mesele hareket kıldığan, ciddi inkaz kaytırdıgan bir nokta yapıldı. Yani eğer biz yüzünü çıkardı oklayımızda bir yıl geçirsek kendi gitmez. Şimdi Amerika'ya işkin toktuma çekip bizde kutkuluz. Ya onda kutkuluz ya bunda kutkuluz. Kanda kutkuluzdan bir kutkuluz da devriş gerek. Çünkü dünyada adı babayı dedim yanında Amerika birden bir sıfır ki her tankilerlerden. Allah bunun neticesi belirsiz ki Allah sebebini kıyıpçı. Biz sebebini kılmaz. Neticesi Allah bilir. Ama Amerika Amerika oturum meclisleri kadar tokta değil. İkinci mesele adı Amerika'da stratejik cihette bir tokunuş bazıdır. Xitoyning sıfır. Bu özü yeterlik. Biz Uyg'urning meselesining xalqaro ishi bu xalqaro ish bo'ldi. Amerikaning qonun kirishi kirib bo'ldi. Kirmagan bo'lsa senatorlar bilan tashqi ishlar ministrida Uyg'urni og'zib ketmaydi. Apple'ning yeri ichki materiallarini biz bilmaymiz hamda. Hozir xabarga chiqqan nimadan Amerika o'zining tashqi siyosatida Uyg'urni qo'llayotdi. Bak. Qaysi darajada qo'llayapmiz. Endi biz Amerika qachon qo'llaydi deb saqlab tursak, biz ketimiz vatanda. Çünkü Xitoy tushuntirmaydi. Xitoymi
Şu biz teşkillenişimiz gerek de. Çünkü Xitoymi Amerika'nın yoki G'arbning bir kuni aralashib qilib Uyg'urni saqlab qolishni bilgachga, u nima butun kuchi bilan o'zining nimasini tirishchiligini qilyapti. Shuninga bizmi chet eldagi Uyg'urlarning qildigan birdan-bir ishimiz mush G'arb davlatlari besim qilish orqali kichigini to'xtamay chekish orqali yig'lash orqali aktiv bir harakat qilish. Endi qo'rqliqqa ko'rishib qo'yib rasm chiqib qolgan kerak emas, bizga amaliy harakat kerak. Allah razı olsun. Yani bayanat e'lon qilish deganga o'xshagandek masalan. Birozdan keyin men so'zni yana sizlarga beraman, Nurika. Luqmanjonni uzun saqlatdik, Luqman muallimni. Bu armiya qurish masalasi bak cho'ng masala. Buni jiq tadqiq qilib, jiq olimlarni ikramga kelib, jiq deyishib qilamiz. Bu yerda armiya qurishni biz qurmaymiz-ku. Bu qurish vaqti keldi degan fikrni beryapmiz. Onu qurdiganlar shu mutaxassislar, onunla aralashgan siyosatchilar, shu bizga qo'llaydigan davlatlar birish qurdi. Uni sizlar biz balkim bu vaqtda yo'qlashimiz mumkin yoki uni ishga kirmasligimiz mumkin. Ammo ya kirsakmi bo'ladi? Kirsakmi bo'ladi. Miltimizning ehtiyojiga bir armiyaning qurilishi jiddiy zarur hozir. To'g'ri. Yani bek ehtiyoj qilyapti Olimjon degandek ajoyib ehtiyoj. Biz bu shaklda mangsak miltimiz tugab ketadi. Shuning uchun ya'ni Amerika bizni yo'llantiryapti degan bir savolni abay deb qo'ygandim. Ya'ni bizni faqat demokratik, tinchlik, inson huquqi ishlariga markazlashtirib qo'yib, biz millatimiz tugab ketaversa olmaydi. Bu yerda bir masala bor. Bu yerda ma'lum radikal plan fikrlarni biz chiqarmasak, ular bizga chiqarib bermaydi. Chunki ular hargiz ularning og'zidan hargiz o radikal fikrlar chiqmaydi. Bu asl radikal fikrmi emas. Ammo shundaq kelimani ishlatishga to'g'ri bo'lyapti. Xo'sh, Luqmanjon muallim so'zni sizlarga bersam, guruhini qurilish masalasida ya'ni qarindoshlarimizga nima deylar? Qanday qurmoqchi? Shunda bo'lgan vaqtida hozir qilgan xizmatlarimiz to'liq bakchiq. Endi bizningki real hozirning o'zida zodi qo'limizdan keldiganligi va imkoniyat bo'yicha millatimizning xizmatini qilishimiz kerak. Endi shu guruhning ishi kelgan chog'da o'zi millatni suydigan, shu bir millatim uchun bir to'p qo'shay deb nishon qilgan bir odamga hech qanday bir cho'ng bir chiqim ketmaydigan alayda bir cho'ng ta'sir bo'lmagan bir ish hamdi. Buni agarda mushunda bir guruhga qurilsa, bu guruhga aktiv yoshlarimizdan qo'shilishni xohlaydiganlar qo'shilsa, mushunda bir to'r tashviqotimizning sog'lom elib berilishi uchun o'zi mushunda tirishadigan odamlar bo'lsa bo'ladi. Lekin endi buning ichida buningki sog'lom minishi, buning ichiga shu Xitoyning odamlarining kirib qolmasligi degandek mushundaq bir ishlarni bo'lish kerak. Chunki har bir narsa o'zgacha maxfiyatlik bo'ladi, planlari bo'ladi. Endi meningki bir planimda agar shundaq bir guruh qurilsa, buningga oldi bilan vatanni suyatli qo'ydigan emas, bunda har desa ha bo'ldigan, to'rt tashviqotidan topqilib bo'ladigan, izdesa har vaqt ehtiyoj tushgan vaqtida o'tirg'i chiqa oladigan mushundaq kishilarimizdan mayli yosh bo'lsin, qari bo'lsin, mushundaq qarindoshlarimiz bo'lsa, ondan keyin buningda maxsus bir odamni bu shu guruhninki boshqaruvchisi yoki bir ikki odamni guruh boshqaruvchisi shaklida qilib, shu qatilishni xohlaydigan odamlar bilan bir suratga ko'rishib, mana shundaq bir ahvol deb nim qilgandan keyin bunga qo'shsak, bu odamlarimizning sonini ko'paytsak, buningda agarda o'zida sal xudiki bor yoki bo'lmasa Xitoyning ashundaq odamlar bo'lib qolsa, bu ekranda ko'rishdan jur'at qilolmasligi mumkin ko'rishga. Mushundaq qilish orqali faqat bu odamlarni surat ko'rishga ham taklif qilsak, agarda shuni kelib ko'rishib nim qilsa, shundaq bir kishilardan nimaga qo'shsak, bu endi shu shaklda davom etsa, bundan keyin shu to'r ishlarimizninki sal shundaq bir ekspert bo'lmasligini oldin oldigan bir planlarimiz bo'yicha mangsa, balki bumi bizningki qurimiz deb o'ylagan armiyamizning eng kichki va shuningki bixvob qilishi mumkin inshaalloh. Shundaq bir boshqalar shu ekran yuziga chiqib bir ikki boshqaruvchi bilan yuzturani ko'rishib, mushundaq qilsa biz shu to'pqa nechilik odam bo'lsa ketib
Muşu arqılıq nim qısaq yaxşı boludu dep oylayman. Bundan keyin muşundaq torda izpəs aldı keyni qıldıgan bir iki kişilerni çokum aldını alıp çeklerleyimiz dep oylayman. Allah razı olsun. Tor armiyası kurup oldunuz değil mi hem de? Tor armiyası. Zaten Xitay özünün tor armiyası arqılıq bizge hücum qılıp go. Bizning chet elda Albatta. hammalar namoyish chiqib tor armiyamiz qurilmayotdi chataqi. Deyishayotgan gap bu. Tur armiyası buluş gerek. Undan buni sizning Facebook'ingizda e'lon qilamdiq yoki Qarindoshlik studiyasining Facebook'ida e'lon qilamdiq. Buna Qarindosh studiyasida e'lon qilaylik. Hozircha datni men tatib turay. Yani. Bunu da onun da mesele yok. Çünkü nima uchun bundaq somut nihoyatda tafsiliy masalaga eslab oldinglar desanglar, buningdan keyin bizning bu suhbatimiz abay degandek cho'qim shu amaliy ishlarni qilib, mayli qamlashsin, mayli. Chunki ba'zi ishlarni Alloh yo'lab qolsa, u qalbi qiladi. Alloh yo'limasa, u ish barbod bo'lib taqiladi, ham taqilib ketsa, dunyoda ikki ish bor. Qur'on bilan hadisga biz qarshi chiqolmaymiz. Boshqa narsalar taqiladi, ichiladi. Karşı fikirler keladi. O bir normal bir devletning başbakanları dağıysılıdı mesela. Devletli çıkıp gidiyordu, imparatorlar çıkıdı. Şunun için bir topninki meniş mangmaslığı alayida oylanıp ketmey qadam etilsa, qadamning taşlanışı pek muhim dep oylayman. Boş qarindishimiz agar Nuri efendim bilan Alimjonning buningga fikri bo'lsa anglayman, bo'lmasa shu Ben koşulumen mübarek olsun hazırdım başlap. Oğlum koşulur. Ben dedim bu tebrikledim Tor armiyası de plan oldu ya. Allah razı olsun. Rahmet. Bundan sonra ben tebrikleyime. Bunun da inşallah bunun ait güçlü bir şekilde gelip menişka teriş bakımız yani. Ben aslında izçiler demek istedim. Tor izçileri. Maşallah. Yani dili tabi efendimden izçiler de koysak mı bulurdum onu. Belki başkaları bu hiyalidek ya ki bulan neymiş kılıp. Armiya de koysak bazı akademisyeler kokap kitabı ki bunu başka yapıyordu kalkışıyordu. Fakat birinci o Xitay kokap kitedi ki ama armiya diyen gaptir şu. Çünkü armiya diyen gapni qilgan kunimizdan tatib acayip çıkışlar yüz berdi. Abi Tor izci desem sen bizden gelin mangan bolsa izci diye. Memleket'in izci diye bakmadı. Bak Tor armiya adı bizge mucim kılıvatkan diye bizge bozunçluk kandı. Orada için armiya gerek de. Şu Tor armiyası doğru. Asli bunu bundan küçük studiyalar emas. Dünya Uyghur Kurultayı, Şarkı Türkistan Milli Meclisi, başka ma'rif teşkilatları kuruş gerek de ama bu qanday gap men qabulab qoldim bu teşkilatları yani. Bunu bir taraf bir organ kuruş gerek. Şundan halkның işinden çıkan bir organ bulap kuruş gerek. Muş doğru olduğunu şu. Mesela hem bu yerden şunda bir bişaret yoki bir belgi berimiz ki bu teşkilat Dünya Uyghur Kurultayı olsun, başka teşkilatlar olsun, maxfiy bir narsaları bundan kim bo'lsin. Şu çokum namoyish bilan, çokum yig'in bilan, çokum Indoneziya, Malaysiyaga berish bilan bu ish bitmaydi ki. Biraz harbiyli şeyli bu yerda. Mesela bu Yevropa, Amerikadan qo'rqib ketishning yani mesela Gollandiyada bir qarindishimiz 1000 yillik islom davlati qurma deb Gollandiya hukumatiga fikrini o'tirib qo'yaqliq. Yezib akilib islom davlati nazariyasini o'tirib qo'yaqliq Gollandiya hukumatiga. Bunun Gollandiya hukumati bunu qabul qilib bersan qanday davlat qurishsa men manda islom davlati ismini islom davlati deb e'lon qilganlik. Men manda davlat qurma, boshqa xristian davlatlari bilan yoki boshqa davlatlar bilan mashakillik qilaman. Bu bir milliy armiya qurish yoki ma'lum bir istixborot tashkiloti qurish, harbiy tashkilot qurish asli qo'rqib ketib o'zimizning soyasini o'zimiz nima qilib ketgandek ish emas. Shu cho'ng tashkilotlar buni qilgan bo'lsa, biz buni bu yerda deyish men xijlolatim chunki. Bu yer deyishmagan bo'lsak, bular Hem de bu armiya kuruş, hem de qo'rqinishimiz, ama onun japa mümkünçiligi bo'lmag'achda, xalqlarga realistik fantaziya anlatıdı. Hem de buna baytishdik, biz bunun cevabını netizbek için Allah. Biz bunu qilimiz niyet qilib bir qadamni bassak, eğer Allah nisib qilgan bo'lsa, shap bir davlatning aqlsizlik qurib qo'ydi. Eğer Allah nisib qilmay bizni armiyasiz azod qilaman desa, biz kun azod qilib gidimiz, armiya ketmaydi. Ama biz qo'limizdan kelsa bütün çağrılarımızı özümüz bende olgan deb aqlimiz yetkengicha tirish bakamiz. Shunday qolgan natijasini Allah beradi. Hozir biz armiya quramiz, vaqanga bormasdan ba'zi material tushundirganlarimiz o'qida vaqanda qanday borsa igizdan qanday o'tsa deydi. Ba'zi armiya qursa nada qursa deydi. Hozir vaqan men desa Xudoyim qurmasa birdan qo'ydi uni. 10 qitasi.
Vaxanda bir ikki askar, Uyg'ur askar ikkisi. Hozir Vaxandagi Xitoyninki shu bazasiga 2 pay o'q etib qolsa, Xitoy yuanininki bir necha oy tushib ketishiga ishonamsizlar, ishonmaysizlar? Yani şunu konuşuyoruz. O kadar inch emaslar. Ya'ni shu Xitoy baq o'qib ketdi buningdan. Vaxanga nima ish borsizlar deb ajoyib qadam so'rab ketdi bizdan. Ya'ni o ayrim masala inshaalloh uni qinim qilamiz. Unaqa olsa programmaning oxirida Shuhrat biz qo'shilamiz. Qo'sa nima sizlar bir nima buning bir rahbarlik o'shida bir qo'sla, buni qo'llaymiz yani. Allah razı olsun. Unaqa olsa bizningki studiyamizda tunji qitim tadbir shurasi nomidagi suhbatimizda shu guruh qurilishi maslahat qilingan bo'ldi. Ya'ni chunki bundan suhbatning hammasida somut qadamlar tashlanadi. İnşallah qag'ini g'alba Allohdan. Allah razı olsun ikkiningdan oxirida Shuhrat Mutallib masalasida biroz to'xtalgandan keyin programmani oyoqlashtirsak bo'ladimi? Sizlarni jiq charchatyapmiz. Ashla qilaylar. Shuhrat Mutallib masalasi bizni nihoyatda jiddiy ensirtyapti. Balkim o inson yaxshi ko'ngillik insondir. U nurg'un yil o'qib, doktor bo'ldi. Masalan, tadqiqotchi bo'ldi, nurg'un yaxshi xizmatlarni qildi Uyg'urlar uchun. Ammo bugun faqat sirtdan anglagan xabarimda yoki Erkin Asiya radiosiningki xabarini men boshdan oyoq o'qib chiqdim, so'zni hamman anglab chiqdim. Hatto shu singlimiz, ya'ni ochimizningki Shuhrat Mutallibning tuqquni bo'lgan ochimizningmi Shuhrat Mutallibga bergan fikrini anglab chiqqandan keyin biroz yuragimiz to'miyib, buningdan keyin Uyg'ur, masalan, o'tganda Dilbar ismi nima edi? O ayolning Dilbar nima edi? Bir naqshchimiz bor bizniki Dilbarda. Dilber Yunus. Dilbar Yunus. Dilbar Yunus voqeasi o'ttirg'i chiqdi. Masalan, Xitoy o'maklari bilan birlashgan yoki Xitoyning chet eldagi san'at programmalarida rol o'ynagan masalalar o'ttirg'i chiqdi. Uningdan keyin Xitoy bilan hamkorlashib ketish ehtimolini yo'qotishimiz uchun biz dayatimizga bundaki suhbatlar qilmaymiz. Bu yerda xalqqa biroz bir narsa atimiz deb. Shuhrat Mutallib masalasini o'tirg'ab chiqishga to'g'ri keldi. Balkim u kishi qurbon bo'lib ketishi mumkin, balkim qorinib qilishi mumkin, xato deyilib qilishi mumkin, ammo Shuhrat hozir aniq xabarda Shuhrat Mutallibning Xitoy bilan birlashib xizmat qilayotganligi va Xitoyda bir nima qurilganligi, bir organ, tadqiqot organi qurilib, buni nurg'un Xitoy mablag' silib, bu o'zining tuqqunining og'zidan chiqqanlik uchun aniq da'vatimi isbotli shaklda bu o'tirg'i chiqdi. Bundan keyin Shuhrat Mutallibga o'xshagan professor doktorlarimizning eg'ib ketmasligi va Uyg'ur xalqi Xitoy bilan hamkorlashib yashaydigan insonlarga nisbatan ochiq muhabbat nafratini bildirish uchun bugun Shuhrat Mutallib masalasini bu yerda uchunlardan fikringizni ilib, bundaq odamlarga qanday qaraymiz, nima deb ism qo'yamiz, buning qilmishi to'g'rimi degandek masalalarda sizlarning fikringizni ilib aytgandan keyin suhbatni tugatamiz. Nuri efendimden kelsinmi? Alimjon herhalde ishkiran oldida hozircha bir qancha minut yo'q. Siz bu odamning bu Xitoy bilan birlashib xizmat qilishi qanday qaraysiz? Bu to'g'rimi, xatomi? Bunun kısa cevap vergende hatta bunu kabul kılamayız. Hem Shuhrat Mutallib Uyg'urlarning hamda yaqinda yetishgan ko'z ko'rgan garchi u Qozog'iston to'g'ri cho'ng'olgan bo'lsa, Uyg'ur naslida Uyg'ur qaniti bizningki ham qarindishimizdir. Faxrlanadigan bir Uyg'ur o'g'landi-da. Qo'sh. Ondan o natija qozonganda uningdan betarek atrof Uyg'urlar qo'shilib olganda Uyg'urlar faxrdan keldi. Butun dunyo Uyg'urlar Shuhrat Mutallib Mutallib Shuhratniki natijalardan biz Uyg'urlar dunyodagi hamma Uyg'ur mamlakat ishidagi hammamiz nachatlanmaydi. Ham uni Amerikada da'vatkin tuyuqsiz uni Xitoyga to'qina bu hamda bek ümidsizlandirdi, bek g'azablantirdi desak bo'ladi Uyg'urlarni hamda qo'pib. Bu Shuhrat o'shirlarga ketmaydi. Shuhrat nima? Shuhrat o'shirdan mashhurga ketib borma. Mutalliblarga ketmaydi-da bu. Bugün bu Mutallibningga biz yaxshi qarayamizsak, bu Mutallibni Uyg'ur jamoat ichida, Uyg'ur jamiyati ichida tutib turamizsak, agar Mutallib bugun Xitoy bilan tadqiq qilib yaxshi bir obro'ga, ishonchga yetishib qolsa, yana bir Mutallib chiqib kelishi mumkin aramizda Uyg'urlardan-chi. Uning oldini olishib, chunki bundagi buni qilgan xizmat
Uyghur akademikleri, Uyghur ziyalileri özünün etrafındaki şunda tədqiqat saat işləyətən, ancaq mesela Dilber Üniversitesi mesela adı Dilber Üniversitesi gibi kullan. Ajda gitmiş ihtimalı bağlarını arığı elip özünün koyunu tutuşsun tırış gerek. Eğer onda kınmaydıken cemaat Uyghur ziyalilerine, bulup akademik ziyalilerine kişiyensiz yok kapıp kaldı. Bu bizim vaxtida Uyghur cemaatimiz bir düşkünleşiyor. O ziyalilerine, bu tabiben ziyalilerine olan kişiyensiz yok kapıp kaldı. Bunu aldığı için bunu ben kullanmayayım. Ben de otağa işimiz kullanmayayız. Bunu aşağı şöhret mütellif ez vaxtida Uyghur Akademiyasının fəxri reisi mi var etmesini sev. Şula özünün etrafındaki, özünün işindeki müştəq alimlerimizni, müzə professorlarımızı, tədqiqatçılarımızı küsüp durup demiş ki, kimlerdir fevkalade ajda Xitay ketmiş ihtimali var. Ya Xitaylı'nın şirketlerle işleş ihtimali olsa şularla çıraylı söyleşip özünün koyunu tartip gelip onu da kıymat işleyip. Bu ay bugünde Xitayla meyli qandaq milyon dollarlık şərəf asımı Xitayla bağımlı qıyğan, Xitayla bərsət durğan Uyghur bizden düşmemiz olup qalır. Onu kabul kılamayız. Yani bu yerde mesela men emmişqa gap qilib Uyghur Akademiyasini bir bayonot berishga yoki bu masala ustida o'zining fikrini qilinglar desam bo'ldi, ammo men bu ishga aralashib olmayman. Siz nima deysiz? Uyghur Akademiyasi buning uchun nima ish qilish kerak? Hem ular belki biz onda kılışın gerek de ularga biz bizim diyemeyim çünkü bizim akademiya işin olmagan diken. Ular belki ne kıldığını özdirip bilişi mümkün. Ya Norika siz biz biznes diyeleyimiz. Biz biznes deyimiz de bu işkiram ki bu biz ulanı bu nim bilen akademiyi bilen menbek yakın. Biz bu yerde bunun dinkin her qanday teşkilatqa biznes diyeleyim. Biz bir puhra bu yerde çünkü puhranın deyiş hukuku var. Aşu Ali radiyallahu anhu xilafet devirdimi? Normal bir ayal deyxan Aliga qo'lini ko'tarib turib so'z qilib uningga qarshi fikr bildirgan. Mushu nima masalasida, meraqi masalasida ayollar uchuq fikrini bildirgan. Bu yerda bu bizningki akademiyani yaxshi ko'rmaymiz yoki sen manda qil uni buyruq tushirmaymiz. Ammo fikr beralaymiz. Akademiya bayonot berish kerakmi? Şöhret mütellif meselesinde bir oçuklum beriş lazım. Neymiş ki vermeydi o? Beriş lazım. Ben bana da böyle şöhret mütellif şöhret mütellif mi? Mütellif şöhret mi? İkisini almak yok ne ben. Şöhret mütellif. Mütellif şöhret. Mütellif şöhret. Şöhret mütellif mi? Mütellif dene. Mütellif adı biz onu adı sıkıp çıkarıversek mi? Onu tırlak versek onun Uygurluğunu biz vazgeçtiremeyiz. Yani Uygur diye tabi kendi banaysa Uygur. O bizge bir ahane. O Uygurluktan teni olanmadı Uygur. Ama onun kalısında Uygur, kalbide Uygur degen yokken de onun da. Eğer o kalbide, köngülde idisde ben Uygur deydiğim bir düşünce boğan olsa bugün kılıç onu kılmaydı. Hem de bunu hem bilmeyimiz hem de mümkün mü, mümkün emez mi? Akademiyel kişinin dostları alakalı çalıp kılıp onu mümkün mü bir amat kılıp Xitay'dan eçik kırış alsa bu en çok kalbimiz var. Benim tavsiyem akademiye mümkün bak ki yolla olan görüşüp bunun yakın dostları boş mümkün Uygurlar arasında. Yani Uygurlar arasında olmasa çetel Amerikalı dostları bağlı. Çünkü Amerika çıkışlıcı. Amerika dostları arkalı Allah kılıp onun bir bana sebeple Xitay'dan geçip gitmiş gerek. Şu vakıda bizim kılalım. İkincisi bundaki yani bir şöhret yani bir mutallipten çıkışının altını için ABN dediğimizde bu akademiyedeki bütün dünyadaki ziyalara bir etraftaki dikkatli şekilde kim kodu demiş kodu da kardı. Bu mesela bu bizim ziyarlık olan cemaatin örümcüden kap kaldı. Birden şekilde gidip kaldı. Mesela Dilber Yunus adı ketken olsa bu sanatçılarımız olan bir hakaret de bu. Bu sanatçılarımız kilidi bu gap. Şimdi bu nemde şunu her bir sahadeyle özümüzden etrafındakiler öz iyi olup öz tutuş gerek. Doğru. Abi fikriniz oruluk. Nemige Alimcan'a sözünü bersem şöhret mütellif doğrusunda. Mütellif şöhret desek mi olur da ma Amerikalıda ılıkı ma o isimni biraz almıştırıp işlediğin evvelli bağımız mı? Şuna o ziyarette bekleyememiz. Ben asasen fikrim şu Nuri Musaba Efendim'in fikrini kollayman. Bu meselede menimce Uygur Akademiyası'ndaki karindaşlarımız dikkat kılış gerek. Şu özünün işçideki, etrafındaki hizmet kılavatkan akademisyelerge yani ilgi çıkış gerek. Hem bu olsam şu mesele doğruluk bir bayanat verse, düşündürüş verse doğru bulur dep oylayman. Gibim tügede fikrim. Allah razı olsun. Onun için Uygur Akademiyası buna hata düşünüp kalsın bulmaydı. Biz bir yerde bir doğru.
Çünkü biz Doğru. Uyghur Akademiyasının yakında Avrupa'da şöbesini açkanlığı onunla qatnashib, masalan, bunu studiyamiz buni qo'llab-quvvatlab qilyotidi. Hargizmi bu yerda akademiya ustidan qilingan bir nima emas bu. Faqatlam bir taklif, fikr, hatto tanqid deb tushunsa tanqid. Ya'ni chunki masalan, menga tanqid bersa bo'ldi, har qanday organ, har qanday shaxs menga tanqid bersa bo'ladi. Ham zot berib kelyotidi, qabul qilib kelyapman. Undan keyin abayq namoyish masalasi bir gapni deb o'tib kelsak, gapimizdan darhol gapni xato tushundiganlar bu namoyishni cheklab, uning o'rniga boshqa ish qiladigandek mandaq kayfiyat anglamanmanglar. Namoyishni qo'llaymiz, namoyish zot chiqyapmiz, ko'ryapsizlar, davomli namoyishlarda bor biz. Hargizmi boshqa bir faoliyat qilayli deganligimiz, namoyishni qo'yib turib, yangi faoliyat qilayli deganligimiz emas. Shuning uchun men gapni xato anglab olib, darhol jamiyatda xato tushuncha taqdirganlar bunga diqqat qilsanglar bo'ldi. Undan keyin Abay Ali radhiyallohu anhu debdimi, Umar radhiyallohu anhuga bir sahoba onamizningki fikr qilganlik to'g'risidagi rivoyatni gapni almashtirib qo'yaptim. Undan kechirim so'rayman. Undan keyin nimadan Luqmanjon ma'limdan fikrni olaman. Undan keyin bizningki nimamiz, bugungi suhbatimiz bu yerda oyoqlashgan bo'ldi. Luqmanjon ma'lim shuhrat mutallib masalasida Uyg'urlikdan hozir albatta qani javob berdi Nurikam, ammo hamda ya'ni mening nimamga qo'yib bersa, hozirgi Uyg'urlarning qirilib ketayotganligiga qarasak, ba'zan shaxslarimizni Uyg'urlikdan chiqarib o'tamdik degandek savollarni qattiqroq kalimalarni ishlatishga to'g'ri keldi, ammo ishlatmay turayli. Siz fikringizni deb baqing. Bo'ladi. Buningda Shuhrat Mutallib akimizga mening kinoyat hurmatim bo'lgan, shu yozuvchilar tilga ilinsa mening birinchi bo'lib yodimga keldiganim shu Abduqodir Jaloliddin bilan Yalqin Ro'z bo'ldi. Shu fan texnika olimlaridan men har vaqt shuni eslasam, Shuhrat Mutallib bilan Erkin Sidiqni eslayman. Shu ikki ustozimiz bor. Endi bular haqiqatan Uyg'urlarning faxri edi. Ham uning ustiga ben bularni ilqi Uyg'urlar qachon Nobel mukofoti ola oladi degan chog'da Nobel mukofotiga eng yaqinlashgan olimlar deb shunday bir taxmin qilatdim. Buni bir oy 15 kunning oldida Shuhrat Mutallib shu adam to'g'riliq bir Facebookda azto'li bir gaplarni anglab qilib, men bunga hargiz ishonmagandim. Keyin shu Erkin Asiya radiosiniki shu xabarni o'qigan vaqtida haqiqatan men xuddi bir xil bo'lib qoldim, nafas ololmagandek, shundoq bir xil azoblandim endi. Bu hozirgidek bir holatda bizningki shunday cho'ng bilgan bir odamlarimizningki shu holatda bu Xitoy tarafda turib bu ishni qilganligini hargiz kechirishkimi bo'lmaydigan bir ish. Buningdan dunyoda olim bo'lishdanmi odam bo'lishning nihoyatda bek muhimligini, axloq bo'lmagan bu olimda shaytondan hech qanday farqi yo'qligini to'liq bir his etdik, to'liq bir tushundik buningda. Shunlashqanda buningdan keyin agar shunga o'xshash biz tilga chiqqan voy olimlarimizni deb faxrlanib beshimizni ko'targanlardan birasi yana shundoq bir holatda chiqib qolgan bo'lsa, buningdan keyin bu ikki ustozimizning degandek buningdan keyin fan texnika olimlarimizga bo'lgan ko'z qarash nihoyatda tushib ketadi, o'zining yuzini to'liq to'kib oladi. Bu jihatda hamda bu ilqi kasalni bo'lib davolangandan oldini olish nihoyatda bek muhim. Shunlashqa buningdan keyin ikkinchi bir Shuhrat Mutalliblarning mushundoq chiqib qilishining oldini olish uchun cho'qim jamiyat mushundoq ishlarga nihoyatda maydonini aniq qilgan vaqtida buningdan keyin kishilarmi unda chiqolmaydi va yoki bundan oldin olalaydi deb o'ylaymiz. Chunki nima deganda biz vatandagi vaqtlarimizda odatda bir tamaki chekadigan odamlarmi normalda kishilarning oldiga kelganda darhol tamakini tashlab o'tib, shunday bir ishmi nihoyatda bizning vatanda nihoyatda bir axloqsizlik bilinadi. Chunki buni xalqimiz nihoyatda maydonni ochiq qilib
Aşkar boğanlık üçün de muşunda bulalgan. Şunlaşqa bir iş bop boğanda eyipligenden çokum muşundaq işlarga naiti qarşı ekenligini, meydanning iniq ekenligini aşkar holatda muşununga alayda bir diqqat qilsa bo'lsin, mushu Uyg'ur akademiyasidagi akademiklar muşundaq bir ishlarni ikkinchilab bo'lib qolmasligi uchun meydani ochiq bo'lgan holatda bir o'z-o'zlarini tekshirib o'tsa naiti yaxshi deb o'ylayman. Şahsen eğer bu şu iş rast bo'lsa Shuhrat Mutallibni men ve bütün Uyg'ur xalqi hergiz kechirishga bo'lmaydi. Allah razı olsun. Xo'sh, undaqda bugun bir qancha masalalar ustida munozara ilib bordik. Tashviqotimizni qanday qo'g'dash, isloh qilish masalasida Luqmanjon ma'lum bilan bugun biroz somut qadamni tashladik va boshqa Nurikam, Olimjon apandan buni jiddiy qo'llab bergan bo'ldi. Undan boshqa butun qarindoshlar agar bu guruhni qo'llasanglar, bu guruh qurilib to'rda e'lon qilindi va bunga kirib xizmat qilishni xohlaydiganlar bu guruhninki belgilagan kishi bilan kameralik ko'rishib guruhda xizmat qiladi inshaalloh. Kirgan guruh mukammal tuzilib bo'lgandan keyin xizmat boshlanadi. U yerda hamma narsa cho'nglarninki shurosi bilan planliq, isbotliq, dalili bilan her narsa adolat bilan mengishga terishiladi inshaalloh. U to'g'riliq deyishgan bo'ldik. 3-masala yani Facebook'taki yoki ijtimoiy uchur vositasi bo'lgan bu vositalarda, Twitter, WhatsApp'larda bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, dindorlar bo'lsin, har xil sohalardagi insonlar gap so'z qilganda cho'qim o'zi bilmaydigan narsalar ustida ko'p to'xtalmaslik masalasini o'tirib qo'ygan bo'ldik. Undan boshqa Shuhrat Mutallib masalasi ustida to'xtaldik. Shuhrat Mutallib masalasiga yana biroz sabr qilsak, yana agar Erkin Osiyo radiosiningki chiqargan xabarlar bo'yicha bu ish ilgirlab, aniq isbotga ega bo'lib, Shuhrat Mutallib xalqimizga qarshi har qanday bir tadqiqotda bo'linsa, hattoki bizning bu yerda chunki biz mavjud muhojirlar biz chet elda bu yerda go'dik insonlarni chiqib bizga liderlarni tiklab qololmaymiz. Uyg'urlikdan chiqarib o'tmaslik masalasi, Shuhrat Mutallibning masalasi alohida yana tilga ilinib, chunki bu cho'ng masala. Uyg'ur xalqining istiqboliga qarshi agar har qanday bu yerda misol Shuhrat Mutallib bo'ldi, har qanday professor, har qanday doktor, har qanday tashkilot va yoki rahbar qarshi ish qilsa, cho'qim bizning chiqib uni qarshi gap qilish, uni tanqidlash, uni nima qilish huquqimiz bor bu yerda. Buni xalqimiz o'rganish kerak, bilish kerak bu yerda. Shunda bo'lganda biz bu yerda islohotningki adolatning ustida mang'an bo'lamiz deb o'ylayman. Bu umuman bu munoziraga nisbatan fikringlar bo'lsa, oxirgi so'zlaringlarni olgandan keyin men nimani tugutaman. Nurika, sizlarning oxirgi so'zlarini olay. Mening boshqa gapim yo'q, ammo Shuhrat Mutallib mayli Shuhrat Mutallib biz Uyg'urlarga qarshi tadqiqot qilayotgan bo'lsin, mayli bizga emas umumiy bir fan texnik tadqiqot qilayotgan bo'lsin, Xitoyga bir tadqiqot qilishi qabul qilib olmaydi bugungi. Chunki o Xitoy bizning dushmanimiz, bizga milliy qirg'inchilik ilib borgan bir dushmanning endi turganligi o'zi bir xatolikda. Bu birobda Amerikada qilyotgan chet elda qilmas qalalaydi. Agar u Xitoy grajdani bo'lib Xitoydagi bir Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, amal yo'q, ishga kirib qolgan bo'lsa kechiribdi. Bir erkin dunyodagi Amerikada tadqiqot qilayotgan birisining uchib berib Xitoyning qo'yniga kirib buni qilganligi mayli hayvonni tadqiqot qilayotgan bo'lsa-mu, qabul qilinmaydi. Yani biz Yevropada yaşatımız, siz Amerika'da yaşatısınız. Nime Alimcan efendim o Germaniyada yaşadıdı. Avrupa, Amerika'da her kandak bir profesör, doktor, her kandak bir tadqiqatçı, her kandak bir tadqiqat organını kuralaydı ve hizmet kılalaydı. Bunun dünyadaki Uygurlar qarindoshlar bilirish lazım. Türkiye'de mi belki kılalaydıgandı. Ama acayip iş uçuk. Bulam Shuhrat efendimdek bundak bir kişininki bir tadqiqat organını kurup çetelde hizmet kılışı %99% iş uçuk. Avval aslında Nurikam degandek Xitoyninki qishiq berishi bu hozir buni biz to'g'ri tushunmay turimiz hozircha. Balkim kelgusida Shuhrat efendi bu videoni ko'rib, balkim bizga unda bo'lmasligi mumkin bo'lishi mumkin, ammo men buning isig'i tushunma bundan keyin. Chunki Shuhrat Mutallib efendim to'g'risida yana bir programma qilishimiz kerak. Bu cho'ng ahvol. Bundan keyin aramizda yana shundoq ziyoli doktor, san'atchi,
dindar chiqib qolmasligi uchun buni biz ching tutishimiz kerak. Hozircha mush shaklda to'xtab qolamiz bu masalani. Ammo xato qilgan bo'lsak, biz albatta Allohdan kechirim so'raymiz va Sho'rat Mutallib apandim kelgusida chiqib, men yo'q bunday qilmagandim, tadqiqot qilmagandim, manda bo'lgandim yoki Xitoy menga qilish tanlab turgan ikki miltiqni shu beshimga tanlab mushuni tadqiq qilsa deb tajribaxonaning ichida mushta qilgandim, shuning uchun qildim degan vaqtida uningga yana ayrim o'zimizningki so'zini Ya, deymiz. o belki Amerika'da buruptan tadqiqat kıvatı, belki tadqiqat bir yerde tüygen boşu mümkün, paragraf tüygen. Şunun ötkeldiğim diyecek ki, tadqiqat tüygen boşu, tüygen boşu, Xitay ötkelmeyi, mişel tadqiqat kılmaydı, yaşap bakını boptu. Sonrasım yaşadı bir mektep profesörü oldu. Ayta Xitoy buldu, Xitay'a berişinki zörürütü yoktu da, yakançı Xitay'a Amerika'da tadqiqat kıldığan, hem işler takıl ketken boşu, adı Uygur ülakası Xitay'a tadqiqat kılması gerek. Uygulamadı Şu- dedi. Onun bana Yaxşı- sebep yok. Yaxshi xulos qildingiz. Hı. Men mana shu Nuri efendimning fikri qo'shilma, yaxshi xulos qildi. Buni qabul qilib bo'lmaydi. Mening bu fikrim tugadi. Xitoy eng oyig'ida nayt qisqa savol bu. Qisqa javob beringlar. Xitoy Sho'rat apandining ash oilasini tutqun qilib, suv turmisiga solab, miyaga kel, mishayat birga qilamiz degan bo'lsa. Xitoyning bu Sho'ratning atası Almutu'da. Unda bir ihtimollik yo'q. Bunda bir ihtimal yok. Eğer şunda ihtimallik boğan takdirde bu basa hem Uygur keçirekte akla kısın. Hammamizning Bu aslida. akıl sığmaydigan bir nima. Eğer favqulodda Sho'rat Mutallib bizning vatandagi mush xuddi burunga Toshpo'latni tiyib yoki Abdug'ofurdek bir professor bo'lib ayda qilayotgan bo'lsa, uni majburli deb aketgan bo'lsa, uning biz ishlashiga qilsak, bugun ertaga akademiyaning hammasi aytdi, hammasi atan so'lab. Vaqt bo'lamda, bo'lmaydi. Nima ishga buni so'radingiz desanglar, hozir biz biroz gumonlanayotgan yoki bundaq bo'layotdi deyotgan bir qancha shaxs bor, chet eldan jiddiy pishtin terayotgan. Bular o'z vaqtida unda emasdi, keyin ota-onalarini görövgə elib alğanlığını anlatımız yaqından beri. Ota-onasini görövgə elib alğanlığı yoki urug' tuqqanlarini görövgə elib alğanlığı tüpeyli Xitoyga ishlab ketish ehtimolining javobini tepish uchun men uni so'radim. Hozir yetarli javob erishdim. Agar chet elda ota-onamizni yoki urug' tuqqanlarimizni görövgə elib biz uchun ishlaysa, xizmat qilsa deb zodi bir ishga adamni ishlatyotdi bizningki bildirganimiz. Emas, shunda qolachi. Ya'ni urug' tuqqanlarini majburlab ishlatayotganlar masalasi to'xtalyaptimi? Sizmi shuni demoqchimi Nuri efendi? Ya'ni ularni görövgə elib, shuning uchun buningdan keyin shu urug' tuqqanlarimizni görövgə elib olgan taqdirdimi? Masalan, biz buningga tiz bitmasligimiz kerak degan tushunchani chiqarish uchun men buni qayta so'radim. Olimjonning so'zini anglab boqaman. Oxirgi so'zni. Men bu Nuri efendimdan qarayman. O'xshash. Buni qabul qilib bo'lmaydi. Unda bo'lgan taqdirdami, u rad qilish kerak. Ya'ni umumiy munozara ustida qaytib qo'yadigan so'zingiz bormi? Nayt yaxshi oldu bugungi bu suhbat. Hozirdan boshlab men yangi qurilgan guruhga muborak olsun deyman. Allah razı olsun. Sizdan Allah razı olsun. Rahmet. Yani bugün bu grup kuruldu. Bu oylıqı mındaqlı çıkıp qalğan narsa emas. Çünkü ma bugünkü söhbetke çaqırış nimisi Yaponiyadagi doktorumuz Muxtar Abdurahman efendimni masalan nim qilgandim, ama yani bir ayrim programma qilishga to'g'ri kelib qoldi. Chunki Uyg'urlarning psixologiyasininki buzilib ketganligi to'g'risida jiddiy tadqiqot, yani falsafa doktori Muxtar Abdurahman Uyg'urlarning ruhiyatini yoki jamiyatini ve felsefaga chetishlik masalalarini doktorlik olgan. Uning uchun u yerdami bir narsa qurilishi mumkin. Ya'ni Uyg'ur xalqining mijozini, bugungi buzilib ketayotgan psixologiyasini qandaq o'ngshaymiz va kim o'ngshaydi masalasida keyingi programmamizda u yerdan bir narsalar qurilishi mumkin. Bundan keyingi programmalarimizning hammasida bir narsalar qurilishi mumkin. Bu bir qadam hamda qarindoshlar. Hamda ba'zilar Nurikam nima kulib ketdi bilmadim. Tövdeci doktorgan kuraslar değil mi? Kız git barına. Yani saranglasan turiyis qurishimiz mumkin. Yani ba'zilar işte ta'rif qildi, Uyg'urlar eng to'van tipdagi saranglasan turiyisiga Uyg'ur jamiyati o'xshab qilib. Chunki zodi aniq-ku Xitoy dahshat hujum qilyapti bizga. Bizning har kun bizga Xitoy o'zi video veryapti. Xitoy bizning psixikamiz buzilsin deb bu to'y qilayotgan qizlarning videolarini ajaba biz bir xabar alomatimiz vatandan. Acab bu videolar keyni-keyindan chiqadi. Shu bizning psixikamizni buzayotgan videolar
chiqyotidi. Bizni zanglik, masalan bir askar, bir Xitoy askaridan ish kuchi o'tganda bizning bolalarimizni quchqiga ilib, ko'tarib, akiltayotgan yerini ko'rdik Facebookda. Bu bizga qilingan ajoyib cho'ng bir hujum ko'rdingmi? Sen bizni asrlar burun bizningki xotinlarimizni boshlab ketganding, bizga hujum qilib Sadichinninki ichiga besib kirib. Sen tarixiy bir intiqom bor-ku bu yerda. Buni zoda Vali Qurban efendimmi degan Xitoy bizdan tarixiy bir cho'ng intiqom olyotidi. Bu kampani ichishi, qizlarimiz bilan to'y qilishi mundaq to'g'ri gap qilayotgan siyosat emas. Ming yilning oldidagi hisobni ilyotidi. Sen o'z vaqtida bizga besib kirib, mushtaq qizlarimizni olib ketgandan endi ko'rding, mana biz sening qizlaringni xotin qilamiz, bolalaringni biz boqamiz, mana senga qarshi. Askarninki bizga bu yerda bir belgi beryotidi askar. Qanday belgi beryotidi? Atogin sening bolalaring seni atidi deb belgi beryotidi. Biz askar qilib tarbiyalaymiz, qo'liga miltiq tutqizamiz. Bizga dahshat hujum qilyotidi. Uyg'ur xalqininki psixologiyasininki buzilmasligi mumkin emas. Bu buziladi. Ammo inshaalloh so'zni yig'incha qilsak, biz bek o'sha turib qarindoshlar bir ish qilmasak bo'lmaydi. Biz bir ish qilmasak, 3 kun oldin bir ayol qarindishimiz dedi, Alimjon so'zni sizga beraman, unutib qolmay turing. Dediki, bizning ota-onalarimiz jang qilmay, ish qilmay bizni mushkunga qo'yapti ekan. Endi bizmi mushkunga qo'yamizmi? Biz bu kunga qo'ymayli dedi. Shaxsan men bu fikrga qatlaman. Biz ota-onalarimizni nomus qilishimiz kerak. Mening gapim tugadi. Alimjon sizning so'zdan. Benim ahirgi deydigan so'zim ümit var bo'lishni qarindoshlarımızga tavsiya qilaman. Chunki sizlarni bilalar, Husanjon Tecelli efendim özleri dini ölüme adam. Bizden bu yani dava ulug' bir dava. Bizde yani muşu dava atlangan her bir adam özüne yani bu davanın mukafatını yani garanti ep boldum deb bilse boladı. Çünkü eğer biz g'alaba qilib muş dünyada eğer istiqlalımızga, mustaqillimizga erişsek elbette özümüzün ana tuprogimizga, vatanimizga erişimiz, urug' tuqqanlarımız bilan yüz görüşümüz. Hem şu aziz vatanimizde, kendi kanımız tökülgen vatanimizde vafat buluş şerefiga müyesser olumuz. Hem bununki hem de ahiretteki mükafatı, onun derecesini size bilirler. Biz en yukarı bir derece bilen Cenab-ı Allah tarafından mükafatlarımız. Onun için her kim koldan kelgen bir hizmeti kılış gerek. Nuri Musabayev efendim de ötüp gitti, kılıdıgan o kadar iş var depço. Sohbetin bir de aşında başlayan. Hazır kılıdıgan nurgun iş var. Hem de aşının içinde her kırındaşlarımız özünün koldan kelgen işini kıysa boluduğun gap. Sizge mi köp rahmet. Bu programın uğurlaştırıp bizine halkımızla uçuraştırılan. Allah razı olsun. Allah razı olsun, rahmet. Lokmanjon müəllimning oxirgi so'zlarini olay. Bu nayt yaxshi program bo'ldi, nayt yaxshi fikrlar bo'ldi. Endi bu programninki yaxshi davomlashishga o'xshash bu deyilgan fikrlarning yaxshi davom qilishini umid qilaman. Hammasi kerak, lozim bilan xulosalanib qolgan bir so'zga aylanib qolsa bo'lmaydi. Shundoq. Endi bizningki armiya qurishimiz ishlarimiz nayt bek muhim bo'lgan bir ish. Bu işini çokum kılışımız gerek. Hem de hazırda meselede hem de bunu ben kılmaydı demek emas. Şu Eriyek Barajım başlayan işte bir yolga manga vaxtida İstanbul'da ve 12-20 ming Uygur bağ deyilse mi şunun içinde 70-70 kişi bu seferge atlandı. Hem de demek ki millete kan döküldüğün, can verildiğin, bedel töyleydiğin işlağa kelgen çağda hem de deyilgen gap emelge aşmay kaldı iken şunlaşqa bolsa endi kichik ishni qila olgan odam cho'ng ishni qilalaydi. Kichik ishni yaratmagan odam cho'ng ishni yaratmaydigan gap ekan. Shunlaşqa men bayam degandek bu armiya qurish ishini men nihoyat bekmi qo'llayman. Inshaalloh bizning hozirgi qurilgan tor armiyamiz balki de keyingi armiyamizga biqi bo'lib qolsa, shunlaşqa bu samimiy holatda bununla emimiz bir bugünden başlap kuch qo'shsak, mana her vaqt agar mushunga qilishni xohlaydigan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, konkret hamma ishni bugundan boshlasak demoqchi. Rahmat. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Kelgüsideki bizden kurulgan armimizin tekniklik armimiz değil ki. Yukarı tekniklik. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bu ideyaninki yaqindan bir o'ttirg'i chiqishini o'zi nihoyat cho'ng g'alaba. 20 yilning yog'i bir 5-10 yil burun chiqqan bo'lsa, hozir qurib bo'lgan bo'lsa, har qanday narsaning avval iddiyaviy asos quriladi-ku. Fikriy asos. Doğru. Endi bu Xo'sh. shu 1 yil mobaynida emdilardan siyosiy tashkilotlarimiz bu masalaga biroz yaqin ijobiy qarab kelyotdi. İnşallah bunun bir fikri asasıga biz vesile bo'lib qolsak ajib emas. Hamma holda Alloh rozi bo'lsin. Biroz Allah razı charchatdik olsun. bu kechida. Ko'rurman qarindoshlarimizni Alloh rozi bo'lsin. Suhbatni qilishimizdagi maqsad faqat bu 3-4 kishining bu yerga kelib so'zlab o'tirish maqsad emas, faqat butun dunyodagi muhojirlar bilan o'rtaq shaklda buni ham bahrilash, buni ko'rishish, buni yeyish, balkim shu muhojirlarning ichidan bir qancha qarindoshlarimiz biz bilan aloqa qilishib qolsa ajib emas. Har qatim programma qilsak nurg'un qarindoshlar bizga yozadi. Shu programmada konuk bo'lgan mehmonlarga yozadi. Ammo bizga yozib mama ishlar deyilyapti. Nurg'un ishlar ikramdan keyin bo'ladi aziz qarindoshlar. Olimjon degandek umidsiz bo'lmayli. Ba'zan ishlarimiz bo'layotdi. Ba'zan davlatlar diqqat qilyotdi. O'tganda men qarindoshlar xush olsin deb somut bir ochiq bir narsani depadim. Yaponiya hukumatidan ma'lum bir kishilarning bu suhbatimizni ayrim tushirib, nima qilib, ba'zi qarindoshlar bilan ko'rishaklik, suhbatdagi ahvolni ko'rib, ba'zi yordamlarni qilish masalasida albatta ya'ni suhbatimizga diqqat qilinglar. Ya'ni bu bundaq o'tiriblar 4 Uyg'ur bijak kelib olib, bundaq deyilayotgan gap emas, deyilayotganda ko'rinsimi, buning keyinda ma'lum amaliy ishlarga qadam etilayotganligini xalqimiz bilsin. Buningda umidvor bo'layli demoqchiman. Bunun için söhbetini hem bahrilanglar, texim köp qarindoshlar ko'rsin. Allah hammalardan razı olsun. Bugün bu söhbet tilg'ilingan Abdullah Ayub efendim, Ali Ekber Damullacım, Quzzat Altay qarindishimiz to'g'ri tushungan asosda misolga ilishlarimiz razı bo'lib ketsin. Agar fikr bo'lib qolsa, ikronimiz har zamon ochiq. Qarshi fikrdagi qarindoshlar chiroyli chiqib, chiroylicha muloyiza, muzokara qilsak, fikrimiz o'lmaydi, ruhiyatimiz o'lmaydi, oziq olamiz, tasalli topamiz, xushal bo'lishimiz. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sizdan razı olsun. Yana bir qitimliq programmada ko'rishguncha hammalar omon bo'linglar. İnşallah. Allohga omonat. Assalomu alaykum. Allah razı olsun. Allah sizlardan razı olsun. Allah razı olsun. Maqul Xudoyim mana. Luqmanjon ma'lum rahmat. Allah razı olsun. Allah. Oldu Allah'a emanet. Sizlarga ko'p rahmat, Allah razı olsun. Nuri efendim sizlarga rahmat. Olimjon Allah sizlarga. Kim rahmet. Hammalar hayırlı. Maqul Nuri efendim. Lokmanjon ma'lum Allohga emanet. Maqul.